Boshlandi. Men yaxshi yeyapman. Mancha. Bo'ldi, ketdi. 1 2 3. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ko'rsatuvimiz juda ham ko'pchilik qizlarimiz kutgan ko'rsatuv va qizlarimizga ayniqsa manfaatli bo'ladigan ko'rsatuv deb o'ylayman. Sababi Koreyadagi tajribasi 5 yillik tajribaga ega bo'lgan va GKS orqali kelgan, hozirda GKS 5 yildan beri GKS o'qiyotgan qizimiz va ayniqsa mana ko'pchilikga qiziq bo'lgan, ko'pchilik qizlarimizni o'ylantirgan, hozirda hijobda yurgan. Buni nimaga o'ylantirgan deyapman? Ko'pchilik o'ylanadi. Boya o'zim Instagramga ham qo'ygandim bu intervyu bo'lishidan oldin. Hijobdagi qizlar kelishga biroz qo'rqadi yoki o'ylanadi. Ya'ni ularda nima to'siqlar kutyapti? Hijobda bizni o'zi ishga olishadimi bular degan narsalarni hammasini umumiy to'plab aynan bu qizimizdan xudo xolasa savollarga javob olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni intervyuyimizga tashrif buyurganingiz uchun va qizlarimizga o'zingizni tajribangizni ulashganingiz uchun kattakon rahmat. Kiraman. Anavi ketayotgan qiz mening do'stim. Ponyoga ketaya. 저 ketayotgan, ketmoqda. 가다. 가다. 그러면 전체적으로 번역해 보시면 뭐예요? 기타 치는 분수 이름이 네, 뭐냐? 잘하셨어요. 이렇게 해석하시면 되고 지금 58분인데 이게 지금 둘 다 우리가 처음일 경우에 쓴 거예요. 이어티강. 근데 있으면 달라더니 있으면 누가 이름은 산잘 할까요? 산잘. 네? 산잘. 이름. 산자 이름. 산자를 응, 산잘. 그러면 키tab o'qiyotgan talabaning ismi Sanjar. o'tgan zaman. 과거. 네, 과거에 비슷하게. 과거도 5개. 네, 5개, 10개의 문장 하시면 돼요. 예. 네, 그렇게만 할게요. 5개입니다. 여기. 네. 아살라말라이쿰. 매닝 있으면 문수체. 매닝 이슬람 이슬람 다볼라 이시치만 매닝 요시든 엘릭 사크스 스다 우즈베키스탄 틀른 주다 야시코라. 잘하셨어요. 아주 잘하셨어요. 네, 감사합니다. Keling birinchi o'rinda o'zingizni tanishtirishdan boshlasak. O'zingiz kimsiz, qayerda, qachon tug'ilgansiz? Shular haqida birinchi boshlasak. İsmim Nozima. 2002-yilman. Hozirda Dongso universiteti 4-kurs talabasiman. GKS bilan kelganman va soham nutritsiyologiya. O'sha to'g'ri ovqatlanishni o'rgatadigan fan. Koreyaga nechinchi yil kirib kelgansiz? Koreyaga 2021 aprelda kelganman. O'sha payt karantin bo'lgan. O'shaning uchun zo'rg'a aprelda kirib kelganmiz. O'sha paytda o'zi GKS O'zbekistonda tayyorlagansiz. Tayyorlanmaganman, topshirganman O'zbekistonda ham. Tipa shunaqa demoqchiman. GKS bilan kirib kelgansiz-da. Qarang, bo'lmasam birinchi savollarimizdan biri GKS haqida gaplashamiz. Bu haqida gapirganmiz ham. GKSdan boshlasak savollarimizni. GKSdagi birinchi, ikkinchi pog'onalar, ya'ni GKS olishdagi pog'onalar O'zbekistondan olish qanaqa jarayon kechadi bunda va Koreyadagi GKS yutish jarayoni qanaqa? Shular haqida gaplashdik va birinchi o'rinda o'zingizni O'zbekistondagi tajribangizni birinchi keltirib bersangiz. Endi meni tajribam juda ham ajoyib bo'lgan. Umuman omadim kelgan, taqdirim bo'lgandir balkim. Nimaga desangiz, men GKS umuman tushimda ham orzu qilmaganman. Shu darajada, bo'lmasam koreys tilini yaxshi bilganman. Koreyskiy sentrda Tsorkda o'qiganman. Hamma o'sha hozirgi bilim daraja o'sha Tsorkga rahmat aytaman. O'sha yerda o'qiganman, koreyskiy sentr. Va koreys tilim yaxshi bo'lgan. Koreyskiy firmada ishlab turgan bo'lganman o'sha paytlarda. Lekin GKS e'loni chiqqan, sirazu chiqqan. Masalan, oldindan buni poylab yurmaganman, bilmaganman. Chiqib qolgan va chiqqanida bilganman. O'sha GKSga qabul boshlanganini bilganman. O'shandan keyin
mayli qani bir mana topshirib ko'ring mandan nima ketdi degan emas. Sababi o'zim topshirmagan bo'lar edim JKSga, lekin o'sha yili aynan 3 yillik 3 oylik anaqa chiqqan, bankshot chiqqanda. Bu narsa men uchun muammo bo'lgan. 3 oylik bankshotni sharoitim ko'tarmagan unaqa qilishga. Shuning uchun mayli qani bitta JKSga topshirib ko'ringchi deganman. Keyin bunda menga judayam yaqindan mani dvoyurtniy akam borlar, ular ham nimaga chet elga topshirganlar. Aynan o'sha momentda o'sha paytda topshirgan bo'lganlar-da, o'sha paytda menga ham yordam berganlar. Ya'ni o'sha hamma recommendation letter, tavsiyanomalar bilan, hamma boshqa dokumentlar bilan yaqindan juda ham yaxshi yordam berganlar. Chunki nimaga desangiz, men u yerda ishlaganman, Jizzaxda firmada ishlardim. Dokument Toshkentda tayyorlanishi kerak edi. Toshkentga bora olmaganman. Dvoyurtniy akam menga qilib berganlar ko'p dokumentlarni. O'zim esa koreys firmada Kars bilan birga ishlardim Jizzaxda. O'sha paytda Jizzaxda ishlagan paytim menga Kars yordam bergan, koreys boshlig'im deylik, boshlig'im birga ishlaganmiz. Juda ham yaqindan nima aynan qilgan, men o'zim haqimda Shagisoga bor-ku, o'zim haqimda avtobiografiyani yozganman, u esa boshidan oxirigacha polni tayyorlab, to'g'rilab, chiroyli qilib yozib bergan. Bu meni birinchi omadim. Birinchi omadim. Men shunchaki so'rab ko'rganman. Ya'ni men kutmaganman ham. Ya'ni dvoyurtniy akamdan ham bu narsani kutmaganman va o'zim boshlig'imdan ham. Prosta ular shunchaki menga beminnat yordam berishgan, shunaqa tayyorlab berishgan. Undan keyin recommendation letterni men o'zimni o'sha paytda kollejlar bo'lgan va kollejda o'qigan bo'lganman. Kollejdagi zamdirektorimizdan yozdirib olganmiz. Chunki nimaga desangiz, JKSda recommendation letterni yuqori lavozimdagi insondan yozdirsangiz, shunaqa yaxshiroq effekti bor. Masalan, koreys ustozlardan yozdirsa bo'ladi yoki shu direktor, zamdirektorlardan pechat qo'ydirib, anaqa qo'l qo'ydirib olsangiz, bu juda ham zo'r imkoniyat bo'ladi, effekt bo'ladi bu. Undan tashqari eng muhim narsa JKSda siz qanchalik darajada anaqa faolligingizni bildirishingiz kerak. Ya'ni juda ham ko'p sertifikatlaringiz bo'lishi kerak. Menda juda ham ko'p bo'lmagan, lekin aynan koreys tili va Koreyaga bog'liq sertifikatlarim ko'p bo'lgan. Ya'ni til maragi deb bo'ladi-yu, nima musobaqalarda qatnashganman, o'rin olmaganman, prosta qatnashganman va qatnashganligingiz haqida sertifikatda o'zi ham yetib ortganda. Shunaqa sertifikatlardan bir 3-4 ta ko'p emas, u sertifikatim ko'p bo'lmagan, lekin kuchli sertifikatlardan bo'lgan 3-4 ta. U ham Ulsanni sertifikati bo'lganda, men O'zbekistonda turib topib yurardim shunaqa narsalarni. Hozir O'zbekistonda masalan JKSga topshirmoqchi bo'lganlarga maslahatim, iloji boricha agar Koreyaga topshirishmoqchi bo'lsa va imенно JKSga topshirishmoqchi bo'lsa, iloji boricha Koreya bilan bog'liq qanaqadir nimalar bo'ladi, musobaqalarga qatnashsin. O'rin olmasa ham mayli, shunchaki sertifikat beradi. Koreyslar yaxshi sertifikat beradi. Ana o'sha uchun ham kerak. Bashir, shu yerda gapingizni bo'laman. Siz O'zbekistonda o'sha boya aytganingizdek Maragi Tehvani onlayn bo'lgan buni. Yo'q. Qanaqa bo'lgan? Men Tepakitda o'qiganman. Bu Square'dagi anaqa. Hozir yo'q bo'lib ketdi. O'zbek Tepakit bu ruscha nomida. Nima haqiqat? Informatsionniy texnologiya deydi. Короче, kompyuterniy naqada o'qiganman va u yerda hozir koreysga nima? Chunki bilsangiz, Shin Agrippina Vasilyevna degan opa borlar, ular hozir bizda millati koreys, lekin o'zlari bizani davlat ishimizda ishlaydilar. O'sha insonni kolleji bo'lgan. Keyin o'g'illariga o'tgan bu kollej, keyin ular o'zlari boshqa davlat ishiga o'tib ketganlar. Ana o'shaning uchun ham koreyslar bilan bog'liq kollejimizda ko'p koreyslar kelib turar edi. Juda ham ko'p anaqa koreys tili darsi ham bo'lardi bizda kollejimizda. Ana o'shanda masalan ular chaqirishardi har xil universitetlar bilan Koreyadan kelishardi. Koreyadan kelishardi. O'shanda men shunchaki borib qatnashganman-da. O'sha paytlar masalan men o'rin olishni unchalik ham masalan nimasi bo'lmagan, o'rin olmagan bo'lsam ham menga o'sha sertifikat berishardi. Shunaqa ko'p musobaqalarga ko'p qatnashib turardim shu orqali. Ulsan dedingiz-a? Ulsan ko'hakda, Ulsan universiteti. O'quv markaz. Yo'q. Mana yerda Ulsandagi unaqa bir universitet bor-ku, o'sha yerdan kelishgan. Ulsan universitetidan vakillar kelib musobaqa o'tkazishgan. Bo'ldi, tushunarli. Va Ulsandan olganman deganingizga, men o'sha Ulsandagi bitta universitet bilan shunaqa onlayn bo'lgan deb o'ylayapman. Ular vakillar borgan. Ulsan universitetidagi vakillari O'zbekistonga o'sha kelib, aynan bizning kollejimizga kelib musobaqa o'tkazishgan. Men o'sha yerda qatnashganman, o'sha yerdan sertifikatlar olganman. Bu sertifikatlar menga juda katta yordam bergan. Nimaga desangiz, dokument topshirayotganda Ulsan universitetimni o'sha sertifikatiga qarab, deb уже bitta birinchi впечатление deydi, nima bo'ladi deysiz?
Men ham bilmayman. Birinchi- ruscha bilmayman. O'zbekcha gapiring yokida koreyscha gapiring. birinchi anaqa effektni bo'lgan. U ham o'zbekcha emas, mayli. Xullas, yaxshi bo'lgan, foydamga bo'lgan. Undan keyin meni birinchi omadim koreys menga avtobiografiyam yozib bergani bo'lsa, ikkinchi omadim men dvoyurtniy akam hamma dokumentimni yig'ib bergan bo'lsa, uchinchi omadim judayam zo'r omad. Nimaga desangiz, 2 hafta o'zi dokument yig'ishga vaqt bor edi. Dokument yig'ganimdan keyin topshirish kerak edi u dokumentni. Именно men universitetga qilganman, to'g'ri universitetga dokumentni olib borib berishingiz kerak. Bu narsa esa o'sha payt karantin payti 2 hafta vaqt olgan. Ya'ni dokument borish vaqti 2 hafta bo'lgan. Men уже 3 kunmi qolgan yopilishiga, o'sha universitetni yopilishiga. Yana bitta narsa, bittagina hozir o'qishga Dongsu universiteti, hozir Dongsuda o'qiyman. Bittagina Dongsu universiteti apostol so'ramagan. Men esa dokumentim apostol qilishga vaqtim yetmas edi. Shuning uchun apostolsiz anaqa qidirganman. Vaqtdan yutishim kerak bo'lgan, majbur bo'lganman. O'shaning uchun Dongsuni tanlaganman ham. Bitta shu universitet apostol so'ramagan. Keyin endi 3 kun qoldi, topshirishim kerak, lekin so'rasam hamma joy почтовый joylar hammasi 2 haftada yetkazib beramiz deyapti. Men o'sha umidim o'zgan edi, lekin aytganimdek koreys bilan ishlaganman va koreys komandirovka ketayotganman Koreyaga. Men shuna dokumentlarni berib yuborganman qo'lidan, bir kunda yetib borgan dokumentim. U borgan, o'zi anaqa keyin tanishlarim orqali topshirtirganman. Eng oxirgi kunni, eng oxirgi soatida dokumentim topshirilgan Dongsoga. Keyin yana men fishkalarni aytib ketaman-da srazu. Dongso menga srazu anaqa qilmagan, javoblar aytmagan. Koreysim mendan ko'ra ko'proq nima hayajonlanib, nima bo'ldi, javobi chiqdimi deb so'rardim. Aytdim, "Yo'q, javobi bo'lmayapti, menimcha kirmadim" desam, "Nimaga anaqa o'tiribsan prosta? Yoz, email yoz" degan. Men o'sha ishxonada ishlayotgan paytim koreyslarga qanaqa email yozishni o'rganganman. Chunki koreyslarga email yozib turardim ishxonamda. O'shaning uchun email yozdirtirgan o'zi va tinmagan Dongsodan so'rarganmiz. Qani javob nima bo'ldi? Yo'q bo'lsa ham aytinglar, ha bo'lsa ham aytinglar. Tinmay yozurganmiz. Oxiri javob kelgan. Va anaqaga suhbatga taklif qilishgan, Skype orqali onlayn suhbat bo'lgan. Hozirgi ustozlarim, hozir menga dars bergan ustozlarim mendan suhbat olishgan. Qisqacha suhbatni savollari haqida qisqacha aytsangiz, misol mavzulari. Bu mavzular bo'lgan. 100% hamma o'qishda beriladigan savol. Bu nima uchun bizni universitetni tanladingiz? Nima uchun bu sohani tanladingiz? Va menda yana nima savol bo'lgan? Siz chet elda bir o'zingiz yashay olasizmi? Qo'rqmaysizmi yashashga? Shunaqa savollar bo'lgan. Va yana bitta savol bo'lgan, men aynan sohamga taalluqli men hozir nutritsiologiyada o'qiyman-ku, aytgan biza qidirib ko'rdikki, O'zbekistonda nutritsiologiya sohasi yo'q ekan. Siz O'zbekistonga qaytgandan keyin nima ish qilasiz degan. O'sha yerda men endi yosh bo'lganman, aytganman, "Ay, yo'q bo'lsa bitta ochib yuboramiz" deganman. Prям shunaqa aytganman va u hamma kulib yuborgan. Ularga javobim yoqqan. Ham eng главный narsa bu yerda уверенность. Va aktivlik. Albatta tashqi ko'rinish. Koreyslarga juda ham tashqi ko'rinish muhim, shuncha chiroyli, akkuratniy, опрятный bo'lish kerak. Tashqi ko'rinish bilan уверенно, chiroyli, keyin kulib turish kerak har doim. Chunki bu koreyslar o'zida yetishmaydi. Hamma joyda aytishadi, kulib javob berish kerak, уверенно javob berish kerak va o'sha shunaqa javob berganman. Suhbatimiz где-то 10 minutmi, 15 minut bo'lgan. Va shunaqa qilib suhbatda ham javobi kech kelgan. Men yana so'raganman, yana SMS yozganman, nima kelmayapti. Oxiri keyin shunaqa so'rab yetganman. Keyin javob chiqqan. Xo'p, endi mana shu GKSga O'zbekistondan tayyorlanadigan hujjatlarda bitta sanab o'tsangiz, umuman hozirgi kunda bo'ptani esingizda borini ayting. Esimda borini ayta qolay, chunki ancha bo'ldi, 5 yil bo'ldi. Ham yana bitta narsa aytib o'tishim kerak, 5 yil bo'ldi, shuning uchun anaqalar o'zgargan. Qonuniyatlar o'zgargan, yangilangan. Qarang, yana bitta narsa so'rab olmoqchiman. 5 yillik ekani baribir. 5 yillik bo'ladigan bo'lsa, shu har bitta universitetda har xil so'raydigan hujjatlari bo'ladimi? Har xil bo'ladimi? O'ziga yarasha yoki umumiy Koreyaga O'zbekistondan GKS topshirish uchun faqatgina bir xil hujjat, ya'ni 10 bittami? Aynan o'sha 10 bitta kerak bo'ladi. Shunaqa bo'ladimi yoki har bitta shunaqa bo'ladi? Ya'ni shunaqa, lekin bitta-ikkita hujjatga farq qilishi mumkin. Masalan, apostol deylik, men universitetim apostol so'ramagan, qaysi universitetlar apostol so'raydi. Bitta-ikkita hujjatga juda ham u ba'zida даже hamma joyda bir xil, ba'zida bitta-ikkita hujjatga farq qiladi. Demak, sizga GKSda bu savol nimaga so'radim? GKSda topshirmoqchi bo'lganda, onlayn olmoqchi bo'lsa, ya'ni GKSda qaysi hujjatlar kerak bo'lishligini qayerdan olsa bo'ladi hozir O'zbekistonda turganda?
voy anaqa saytiga kirsa shunda hamma narsa shunda qaysi ochiq. saytdan o'shani aytib Aha, o'tdingda. Studying Korea degan sayt bor. Studying Koreada GKS degan aynan bo'limi bor. O'sha yerdan topshiriladi o'zi GKS ga, o'sha sayt orqali topshiriladi. Ana o'sha yerga GKS deb kirsangiz, o'tgan yilgi nima dokument so'rashgan, bu yil yangi chiqadi. O'sha e'lon ham aynan o'sha yerda chiqadi. Nima dokument, nimalar hammasi bor. Keyin anavi bo'ladi-yu, kitobchasi bor. Masalan, GKS nima mumkin, nima qilish kerak, qanaqa dokument qilish kerak, hammasi yozilgan. Bu hammasi ochiq, oydin. Aytgancha u yerga kirgan paytinglarda yaqinda men ham shu haqida so'rab surishtirib yuribmanda. Aynan GKSda o'sha saytiga kirgan paytinglarda nima kerak bo'ladi? Kirganinglarda sizlar birinchi o'rinda universitetlarda sohalarni tanlab qo'ygan bo'lishingiz kerak. To'g'rimi? Nimaga? Unaqa emas. Men soha tanlamagan bo'lganman. O'sha yerdagi sohalardan qaysi? Chunki O'shani misol aytmayman. Demoqchi bo'lganim, aynan bitta sohani o'zi men mana sohada odam bo'lmoqchiman-da, tipi o'qimoqchiman-da deb kirib turib, keyin o'sha yerda sohalar tanlasa, o'ziga osonroq, yaqinroq bo'ladi. Ha, endi bu Nimaga uni aytyapman? Menga bittasi yozdi, balkim ko'rayotgan bo'lsa uzr, lekin aytishim kerak-da, bunaqa bo'lmash kerak odam. Bittasi yozdi, aka, men shunaqa Koreyaga ketmoqchiman o'qishga. Shunga qaysi universitetga, qaysi yo'nalishga ketishni bilmayapman dedi. Dedi, hozir qaysi nimadasiz dedim, Urgindasiz. To'pingiz bormi, aytsiz bormi? Yo'q, endi hammasini endi o'qiyman dedi. Keyin gaplashganda hozir aniq esimda yo'q, men boshida tushunibmanki, uni gapidan maktabda o'qiyman dedi. Maktabda o'qiyapman deb o'ylab, keyin aytdim, siz bemalol, xotirjam, hozirdan ingliz tili yoki koreys tilini boshlang dedim va o'qish davomida bitta sohani tanlang dedimda, desam, u ham shu endi ketdi-da. Savollar mayda juda har kuni beriladi. Bir hafta men ham buni kesish kerak bu joyini. Deyman. Bir hafta davomida savol javoblar bo'ldi-da, bir hafta zo'r savol javoblar berdim unga-da. Misol, maktab bitirguncha bitta kasb ushlab olsam, men unga yordam berdim. Bitta odam bo'lish kerak, kichkinaligingizda nimadan xohlagansiz, odam bo'lish kerak-ku, shunga oid deyapman-da. Ancha yo'nalishlar tushuntirsam, oxirida aytib o'tiribdi-yu. Men dedi, maktabni bitirib bo'lganman dedi-da, qaysidir savolimdan keyin. Men maktabni bitirib bo'lganman dedi. U maktabni bitirib bo'lganiga ancha ko'p edi, qiziq. Endi meni nimaga chegarasi bor-ku GKSda? Yo'q, yosh chegarasi bor. Bu GKS so'ramayapti. Ha, oddiy. Bu meni qiynagan narsa, bitta inson maktabni top bitirguncha bitirib bo'pti-da bu. Bitta yo'nalishni bilmaydimi o'zi inson? Qaysidir universitetga kirishlikda, xo'p, yo'q, bo'lmasa qaysidir sohaga kirishlik. O'sha narsa qiynadi meni. Qiynadida, to'g'risi keyin aytdim. Boshida aytib o'tganimdek sohalarni tushuntirdim, sohalarni tanlashga yordamlashdim. Endi o'sha soha bo'yicha qaysidir tanlayapti hozir. Tanlashni ham o'rgatib qo'ydim, yo'lini o'ziga qanaqa qilibligini va universitet menimcha haligi koreys tili va ingliz tilini boshladi hozir. Shundan keyin Instagramga aynan Koreyadagi qo'donaksenlardan borib, qaysi universitetga kirmoqchisizlar? Maktablarni bitirganinglardan keyin degan savolni bitta berdimda, shunaqangi aniq savol javob qilyapti. Qalbim og'ridi. Endi mana shu narsaga men sizga aytib o'tib ketaman. Hamma odam bir xil emas-ku. Kimdirlar, ko'pchilik aynan maktab bitirgandan keyin bo'ladigan eng katta, menda ham bo'lgan bu savol, qiynaydigan savol, kim bo'lsam ekan? Qaysi sohani tanlasam? Bu kimdirlar, "O bo'ldi, men rassom bo'laman" deb aniq masalan bitta yo'nalishi bor, lekin ko'pchilikni bu narsa o'ylantiradi soha. O'shaning uchun yaxshi bo'lardi O'zbekiston sizga o'xshab masalan anglatadigan soha. Bu soha mana bunaqa, bu soha mana bunaqa deb aytib beradigan yokida qanaqadir balki bordir O'zbekistonda sohalarda ozgina o'zini sinab ko'radigan mashqlarmi, nimadir ko'rgazmalarmi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chunki endi bu narsaga men yana bitta narsa aytaman, xuddi men ham aslida biznes marketing sohasiga juda ham qiziqqanman. Biznes ham qilib ko'rganman, juda ham ko'p va marketing sohasida o'zimni yaxshi deb o'ylayman. Lekin nima uchun hozir nutritsiologiya deb so'rasanglar, men sizlarga to'g'risini aytaman. GKS yutish uchun nutritsiologiyani tanlaganman. Chunki universitetda qilsangiz, faqat aniq sohalarni tanlash kerak. Hozir ham shunaqa bo'lsa kerak. Qonunlar o'zgargandan keyin men to'g'risi bilmayman, lekin faqat aniq sohalar, ya'ni o'sha texnologiya bilan bog'liq sohalar
bo'lishi kerak va eng osonrog'i nutritsiologiya deb ko'ringan, lekin hammasi qiyin. Hamma texnologiya sohalari qiyin. Xuddi shunaqa GKSdagi nutritsiologiya. sohalar o'zi qiyin ekan, aniq fanlar Yo'q, ekan, yo'q. nima? Bu Shunda. universitet degani universitetga topshirasiz. Ha, universitetdagi Bitta sohasi dona bor. soha tanlay olasiz va o'sha hammasi anaqa bakalavrga, magistrga unaqa emas. Bakalavrni universitetga qilsangiz, ya'ni universitetga to'g'ridan-to'g'ri topshirsangiz, albatta anaqa bo'lishi kerak. Texnologiya sohalari bu aniq fanlar bo'lishi kerak. Men ham kimyo anaqa o'rganganman. Birinchi, ikkinchi kursimizda kimyo o'tilgan, fizika o'tilgan. Ya'ni koreys tilida shu narsalarni o'rganish kerak. Lekin GKSni ham turi bor. Masalan, embassy track, ya'ni elchixonaga topshirasiz. U yerda siz dokumentingizni ham elchixonaga olib borasiz. Bu osonroq. Qiyin tarafi raqobat. Raqobat kuchli bo'ladi. Hamma odam ko'pincha elchixona nimaga siz 3 ta soha tanlay olasiz, elchixona orqali topshirsangiz va bemalol chegara yo'q. Texnologiya degan chegara yo'q. Bemalol tanlaysiz xohlagan sohangizni va 3 ta universitetga ham tanlay olasiz. 3 ta universitetda 3 ta sohasini bemalol tanlasangiz bo'ladi. Ya'ni 3 ta soha, 3 ta universitet shunaqa tanlasangiz bo'ladi. Shuning uchun elchixona yaxshi. Elchixona bunga yaxshi. Lekin eng qiyini bu raqobat. Ko'pchilik o'sha joyda yiqiladi. Men esa raqobat Alhamdulillah. haqiqat rost. Shunaqa raqobat deb men juda ham ko'p mana bunaqa joylarni, fishkalarini o'rganganman-da, raqobat, o'ylantirgan. Chunki men uchun GKS umuman imkonsiz, shu darajada qiyin yutish deb o'ylaganman. Aslida juda ham bemalol yutish, juda ham bemalol. Tushunarli. Boyagi nimamiz qolib ketib qoldi, sanayatuvdik. Nima dokumentlar sanayatuvdik, qolib ketib qoldi fikr bo'limida. Shularda esingizda bormi bo'lsa ham, nechtasini sanab bersangiz? Xo'p, eslaganimcha hammasini aytishga harakat qilaman. Demak, GKSda 5 ta 6 ta o'zini formasi bo'ladi. O'sha formasini to'ldirish kerak. Ya'ni bu birinchisi o'sha dokumentingizni yozasiz, ism, familiyangiz, nima soha tanlaganingiz, qaysi universitet tanlaganingiz va o'shani ichiga avtobiografiyani ham kirib ketadi. O'sha formasi bor, o'sha formasiga avtobiografiyangizni yozishingiz kerak. Undan keyin o'sha qarab o'sha yerda polni to'ldirasiz, avtobiografiya bormi yoki keyin nima qilish bo'ladi, o'qish bitirgandan keyin nima qilish kerak, o'sha maqsad yoziladi. Maqsad ham bor o'sha yerda. Undan keyin recommendation letter, o'sha yerda o'zini nimasi bor, ya'ni o'sha tavsiyanomasi bor, o'sha formani ichiga kirib ketadi u ham. Prosta pichichka qo'yib men roziman degan qog'ozlari bor bir narsalarga. Keyin maqsad recommendation tavsiyanoma yozasiz, tavsiyanomasi bor. O'sha ikkita ustozdan tavsiyanoma olib berish kerak. Bu 6 ta forma. O'zi beradi, o'shani to'ldirsangiz bo'ldi. Undan keyin diplom apostol universitetga qarab ko'pincha qilib qo'yganinglar yaxshi, menga o'xshab shoshib qolmaysizlar. Hamma ko'pchilik bir 90% universitet diplom apostol so'raydi. Diplom apostol. Undan keyin ota-onani pasporti va o'zingizni tug'ilganlik haqingizda guvohnomangiz, pasportingiz, diplomingiz va diplom ichidagi shunaqa bo'ladi baholar ko'rsatkichi. Baholarni alohida formasiga ham yozasiz, ham o'zini ham qo'yish kerak adashmasam. Aytgancha, bir narsa esimga tushib ketib qoldi. Baholar deganingizga, baholar nechadandir baland bo'lishi kerak? O'sha necha? O'zgarmagan bo'lsa, bakalavr uchun 80% dan baland, magistr uchun 85% dan baland bo'lishi kerak. O'zgarmagan bo'lsa, shunaqa bo'lishi kerak. Hisoblaganda shunaqa bo'lishi Umumiy kerak. baholar 80% dan baland, 85-80% dan baland bo'lishi kerak. Menda shunaqa bo'lgan, chunki yaxshi ham O'zbekistonda topshirgan bu yaxshi. Agar qizil bo'lsa, bomba bo'ladi. Ha, qizil diplom bo'lsa, olgan bo'lsa. Ha. Ko'pchilikda menimcha O'zbekistonda bu narsadan muammo bo'lmaydi. Ko'pchilik yaxshi baho oladi. Yo'q, uni aytmang. Pul gap o'shamda. Aytmayman, lekin bilasizlar, juda ko'pchilik yaxshi baho oladi. Chunki bemalol O'zbekistondan topshiringlar deyman. Chunki Koreyada sal qiyinroq. Yana nima kerak bo'ladi? Shu. Hozircha esingizda bori shu. Qolganini o'sha saytga kirib turib, saytda o'zi to'liq berilgan va har doim bo'ladi. Har doim bo'ladi saytda, yangilanib turadi tipi. Shuning uchun o'shandan ko'rib turib qilsanglar ham bo'ladi. Va yana bitta sizlarga imkoniyat, kelinglar mana shu kommentariyada savollar deymizmi, o'ziga yo'q zo'r savollar yana bersanglar bo'ladi. Shu YouTube'ga kommentariyada qoldiringlar, zo'r kommentariya qoldiringlar yoki zo'r savollar beringlar. Ana shu insonlarni tanlab 3 kishini tanlaymiz. Tanlab turib ana shu 3 ta odamga siz nima bera olasiz?
shu dokument, keyin yana gaplashamiz balki nutritsiologiyada menyu tuzib berish, yana Shaxsiydan birga gaplashsanglar bo'ladi. nima kerak bo'lsa, masalan, topik qanaqa O'zi yordam topikni berasiz. fishkalari, topik olish Hop, darajalari, topiklar. GPS bo'yicha nima fishkalar bor, shular, dokumentlar qanaqa va nutritsiologiya bo'yicha kimga qanaqa nima, masalan, nutritsiologiya juda ham muhim, bu haqida yana gaplashamiz. Menyu. Aynan shu 3 ta yo'nalish bo'yicha shaxsiydan bemalol aloqaga chiqib, siz ular bilan oxirigacha bora olasiz demoqchiman. Agar shu O'sha chegaralangan mavzu bo'yicha oxirigacha bor. aynan 3 ta soha bo'yicha deyapman. Aynan o'sha sohadan bittasini tanlashsa, o'sha bo'yicha albatta. umumiy ma'lumotlar bera olaman. Misol biz kommentariyadan 3 kishini tanlab olamiz va uchala mavzuni beramizda bittasini tanlaydi. O'sha mavzu bo'yicha oxirigacha yordam beradi sizga. Kommentariyani bosinglar va iloji boricha bu videomiz yana ham manfaatli bo'lishi uchun YouTube tarmog'ini algoritmiga mos ravishda sizlar podpisatsiya bo'linglar, ko'proq do'stinglarga jo'natinglar, like bosinglar, qo'llab-quvvatlab, kommentariya qoldiringlar. Savol yozmasanglar ham iltimos sizlardan bitta olovchi bo'lsa ham tashlab qo'yinglar. Men xursand bo'lib qolay. Menga motivatsiya bo'lsin, yana kimlarnidir olib chiqishga. Xo'sh, GKS haqida ma'lumotni qancha bo'lsa ham oldinglar, qanchadir miqdorda. Keling, endi biroz orqaga qaytamizda o'z haqingizda gaplashamiz. O'z haqingizda gaplashamiz. Siz o'zi qanaqa oilada katta bo'lgan edingizki, sizni hozir mana 5 yil oldin kelgan bo'lsangiz, yoshingiz nechida, yoshingiz nechi paytda kelgansiz bu Koreyaga? 18 yoshimda kelganman. 18 yoshingizda Koreyaga yubora oladigan darajada oilangiz qanaqa? Misol tushuncha edi yoki oilangiz haligi o'zbek tilida bilan gapirganda yevropeyskiy oilamidi, nima sizni bemalol jo'natib yubordi? Bo'lib ham karantinda qo'rqmasdan kasal bo'lib qolishingizni o'ylamasdan misol jo'natib yubordi. Qo'polligini gapirganda. Mani yoshligimdan onam judayam ko'p o'qishimizga urg'u berardi. Opam bor, akam bor, o'zim. 3tamiz. Oilada 3tamiz, opam, akamman. Hozir opam ham akam ham oilasi bor, 2ta farzandlari bor. Qarang, eng kichkina farzand ekan. eng kichkina farzand. Bo'lib ham qiz bola. Bu juda qiyin. Endi sizda kimnidir bormi Koreyada? Yo'q. Hech kimingiz yo'q edi, to'g'rimi? O'zim kelganman. Endi mani onam biz mana kech payt o'tirganimizda ba'zilarning onasi voy sen ertaga kelin bo'lasan, mana uni narsalarni qilishing kerak, mana ishlarni o'rganishing kerak, sarpinga mana olishimiz kerak gaplashadi. Mani onam hech ham unaqa gapirmasdilar. Tipa ya'ni aralashtirib bo'ladi. umuman anaqa gaplashmasdikda, mana bunaqa qilasan, mana bunaqa kelin bo'lasan. Ya'ni onam meni kelinlikka emas, yetuk inson bo'lishga tayyorlardilar. O'qi, bolam o'qi. Mana buni o'qi. Nima uchun? Nimaga qiziqasan? O'qi. Va o'sha intervyu berganimda ham aytib o'tganman, hozir ham aytaman. Ota-onam menga koreys tilini o'qishga yordam bergan. Nimaga desangiz, o'sha paytda 8-sinfda boshlaganman koreys tilini o'rganishni. U paytda endi bilmayman 2018-17-yil bo'lsa kerak. Yo, undan ham oldin. 8-sinf bo'lsa 2015 mi? Bilmayman, xullas hisoblaylar. 8-sinfda. 8-sinfda boshlaganman, undan ham oldin bo'lgan. Va u paytda koreys tilini o'rganadigan odam kam bo'lgan va koreys tili kam bo'lgan, o'rgatish kam. Va o'sha paytda bitta darsi $20 bo'lganda, meni oilam unchalik darajada sharoitimiz ko'tarmagan buni. Koreys tilini kim o'rgatgan $20 yosh paytda? Kimdirlar bo'lgan, lekin juda ham kamchilik bo'lgan. Hozir men kelishim. Soati $20 deyapman. Soati $20. U paytda Kimda o'rganasiz? 8 yo'q, o'rganmaganman. Просто shunaqa bo'lgan narxi, lekin biz конечно undan sharoitni ko'tarmagan $20 soatiga. Shuning uchun onamning o'quvchilari bo'lgan, birinchi koreys tilini onam o'quvchilari 5000 so'mga bir soatini o'rgatgan. Zo'r o'rgandim, chunki ichimdan juda ham qattiq qiziqishim bo'lgan. Onam o'sha qiziqishimni ko'rib, "Davay, sen o'sha qiziqishimda o'shaganlar" deb. Qiziqishim bilan borib, o'zini o'quvchilari, onam ingliz tili o'qituvchilar bo'lganlar, kollejda dars berganlar. Ana o'shanda o'quvchilardan iltimos qilib qizimga o'rgatib, men darsdan keyin kelardim, onam ishxonasiga 1 soat qolib o'rgatardi. Juda ham bir oygina shunaqa o'rganganman, 1 oygina. Undan keyin Sork bor. Sork ruscha so'z. Sork Centr образования Respublika Koreya, ya'ni Koreya qoshida, Koreya elchixonasi qoshida ochilgan Koreya markazi. Bu o'sha meni ham uyimga yaqin bo'lgan, ham tekinga. Eng katta ключевой narsasi tekinga. Chunki men hamma joyda tekin narsa qidirib yurardim. Oilamni qiynash xohlamasdim, shuning uchun hamma joyda tekin qayerda. U yerda o'rganish tekin. Boshda yo'q o'sha yerga borib o'rganmagansiz.
chunki u yerda qanaqa tekin bo'lganga yarasha birinchidan xuddi Koreyaga o'xshab nimasi bor, o'zini semestri bor. Sejongni bilasizku? Sejonga o'xshab ketadi, lekin Sejongdan boshqacharoq. Sejongda nechta nima bor? Masalan, yiliga 2 marta qabul ochilardi. Shunaqa edi. Yiliga 2 marta qabul ochilardi. Men ichimga sig'may ketgan, qabulni kuta olmaganman. Keyin esa kirganman. U ham жеребьевка bo'ladi. Ya'ni masalan 30 talik guruhga 300 ta odam topshirsa, 300 ta odamdan randomni 30 ta odam tanlab oladi. Shunaqa qilib kirasiz va sertifikat olib, u yog'iga o'zi bemalol жеребьевкasiz, bemalol o'qib ketaverasiz. Sertifikat olsangiz, yutsangiz ketaverasiz. Xuddi KIP'da ham o'qib turib test topshirib sertifikat olasiz-ku, u yer ham shunaqa o'qib turib sertifikat olasiz va ko'pchilik o'sha yerda o'qigan. Men hozir Koreyada ko'rgan tanishlarim ko'pchiligi o'sha yerda o'qib Koreyaga ketgan. Va u yerda juda ham Koreya bilan bog'liqli universitetlar bilan shartnomalar ko'p bo'lgan, juda ham imkoniyat ko'p bo'lgan. Hozir bormi? Hozir bor, lekin sal o'zgarib ketgan ko'p narsasi. Juda ham afsuski, odam ko'p. Hozir o'zi shundoq ham konsaltinglar ko'p, yaxshi, o'quv markazlari ham ko'p o'rganish uchun va hujjat topshirish uchun. Yo'q, u yer umuman boshqacha. U yer hech qaysi nimaga ular arzonroqlarmi? Yo'q, gap arzonroq, ha, tekin birinchida. Birinchi edi, men o'qigan paytim o'qish tekin, misol uchun. Dokument topshirish qanaqa bo'ladi? Yo'q, men sizga aytib beray-da. Birinchidan GKS ga topshirsangiz, elchixona orqali o'sha joyga borasiz topshirish uchun. O'sha joyga borasiz. Ikkinchidan, u gap unda emas. Men aytayotganim o'qish muhiti juda ham zo'r edi. Koreyslar o'rgatadimi? Nima o'rgatdi? Koreys qo'shilgan. Ma'lum bir darajaga yetganingizdan keyin koreyslar oladi, ya'ni sizni. Masalan, 4-guruhgachami o'zi rus koreyslar bor, o'zbek o'qituvchilari bor, ular olishadi, o'rgatishadi. Undan keyin 5-o'zi 7 ta etabi bor, Yuhakpan degan etabi 7-etabi, oxirgisi. O'sha u yog'i hammasi koreyslar. Va u yerni zo'r taraf shunday ediki, umuman koreyskiy muhitda hozir mana Koreyada qanaqa o'rgatishadi? Xuddi shu narsalarni o'sha yerda o'rganardim. Har xil mana bunaqa kimbab yasi degan konkurslar bo'lar edi. Koreya o'yinlari, Yunori o'yinlari hammasi madaniyatini to'liq 100% o'rganganman o'sha yerda. Tekin bo'lgan, kitoblari zo'r, programma, shunaqa zo'r programma tuzilgan, juda ham puxta tuzilgan. Men dars berganman, 4 yilchami dars berganman. Demak, o'sha yerda o'qib, ta'lim olib va u yerda ish ham qilgansiz. Yo'q, u yerda emas. O'sha yerda o'qiganman. Hozir bilayotgan darajam faqat o'sha yer, deylik 90% o'sha yerdan olganim. Qani u yerda qancha o'qigansiz? 3 yil o'qiganman. U yerda 3 yil davomida o'qigansiz. Ha, uzr kesil. Kollejda o'qigan bo'lsangiz, bemalol 9 da bitirib, 1-kursgacha shu yerda o'qigansiz. 8-sinfda boshlagansiz. Yo'q, men bunaqa bo'lgan. 8-sinfda boshlaganman, 8-9 polni o'qiganman. Keyin 1-2-kurs adashmasam 1-kurs yo 2-kursda 1 yil dam olganman. Undan keyin yana davom ettirganman. Shunaqa bo'lgan. Birinchi topigingizda necha yoshda olgansiz? Men topikka qiziqmaganman. Men faqat koreys tiliga qiziqdim. Koreys tili darajasida qayerdan bilib olgansiz, misol uchun? Men daraja o'sha u yerda darajasi borda, masalan, birinchi guruh, birinchi etap, ikkinchi etap, uchinchi etap bo'ladi-da. Shunaqa qilib ko'tarilib ketaverganman, lekin men mana topik o'rganayotgan insonlarga lifehack topik emas, birinchi koreys tilini o'rganish kerak va topikka 2 oy davomida yo'l yo'rig'ini bilib olsa bo'ldi. Men xuddi shunaqa qilganman, umuman topikka qiziqmaganman. Вообще topik nimaligini ham bilmaganman, shu darajada edi. Shunchaki koreys tilini yaxshilash maqsadim bo'lgan. Hozir shunda siz anavi topshirgan GKS hujjatlaringiz ichida to'p qog'oz bo'lmagan, shunchaki yo'q. Bo'lganmi? Ha, bo'lgan. O'shani aytyapman. O'zi sizda qachon olgansiz to'pingiz natijangiz demoqchiman bu yerda. Savol shu. 4-ga olganman va birinchi 3 olganman, keyin 4-2 marta olganman. O'zbekistonda shunaqa bo'lgan. Eslolmayman qachon, lekin birinchi kursligimdami, kollejni. Demak, birinchi 3 olgansiz. Bir 4 yil o'qib keyin topshirgan. Birinchi 3 olgansiz. 4 yil, uzr, 4 ta etap o'qib, ya'ni bu 2 yil. 2 yil o'qib, keyin birinchi 3 olganman. Birinchi 3 olgansiz. Endi qarang, endi savol ber. Birinchi 3 olgan ekansiz, qatori. Birinchi marta topshirganda 3 olganman. Va keyingi savol, GKS hujjatini topshirayotganingizda o'sha topingiz necha edi o'sha paytda? 4 bo'lgan, 4. 4 bilan GKS ga topshirgansiz. Bitta dona 4 topigim bo'lgan. Boshqa hech narsa bo'lmagan. Na ingliz tili bilan, sertifikatlar bilan. Ha, endi qo'shimcha sertifikatlari bo'lgan. O'sha o'zimni yaxshi ko'rsatib, ham yaxshi yozganman hamma narsasini. Dokumentni to'liq yaxshi topshirilgan bo'lgan. Shuning uchun faqat bitta dona topigim bo'lgan. Yana bitta narsa, GKSda topik yoki IELTS sertifikati majburiy emas. Topshirmasangiz ham bo'ladi, lekin raqobat uchun o'tish uchun ham birinchidan kerak va ikkinchidan o'sha siz aytgandek raqobatdan o'tish uchun ham
dokumentlar ko'payishi plyus bo'ladi-yu albatta. Mana masalan kerak. raqobat birinchi o'rinda va o'zi umuman topik raqobat, topik va IELTS raqobat uchun kerak. Ya'ni siz bilan men topshirdik GKSga, meni topikim bor va IELTSim bor. Sizda hech narsangiz yo'q. Meni конечно olishadi Albatta. masalan. Yokida sizni topik IELTS bor, meni faqatgina topikim bor. Endi u yerda dokumentlarni solishtirib bir xil bo'lsa, dokument shu darajada bir xilki, qaysi birini tanlay olmaymiz desa, buni dokumentida topiki ham, IELTS ham bor ekan. Shuni tanlaylik deydi-da, sizni tanlaydi masalan. O'shanaqa tarafdan yutish uchun, ya'ni imkoniyat uchun olasiz. Xolos, u shunaqa odamlar bo'lganki, ham topiksiz ham IELTS ham yutishgan, eshitgan. O'zbekistonda. Xo'sh, lekin bu yerda endi topik ham IELTS ham yo'q ekan desa, borib shu saytga kirib turib hujjatlar tayyorlab yubormanglar o'zinglardan o'zinglar. Yo, aytdim, Albatta unaqa ham bo'lmaydi, raqobat chunki judayam kuchli. raqobat birinchidan kuchli, vaqtinglarga, pulinglarga qo'yasizlar. Ikkinchidan suhbat bo'ladi deyapti. O'sha Suhbatda aytaylik, gaplashishingiz kerak. aytaylik, suhbat ingliz tilidan bo'lishi ham mumkinmi? Misol, IELTS Ha. olmaganlar bor, $100 sarflab IELTS olmasdan Ha, topshirmoqchi bo'lganlar ingliz bor-da. tiliga ham mumkin. O'zi biladiki, darajasi 6 yo 7 misol uchun IELTSdan. IELTSni topshirmasdan boshqa narsalardan Ko'pchilik topshirib, keladi, ingliz tili bilan keladi va demak, kelsa bo'ladi. bekorga Va- bir yil til kursi o'qitishmaydi. Ha, Lekin kelganingizdan majbur keyin bo'lasiz til kursida 3-gubga hech bo'lmaganda olishga, Ha, bir yil to'g'ri, o'qigan to'g'ri, paytda. GKSda bank shotini gaplashyapti-ku. Ha, u bank bank shoti shot kerak emas. Yo'q, yo'q, umuman kerak emas. Ota-ona ish haqi kerak emas, bank shot kerak emas. Chunki ana o'sha uchun ham GKS-da, GKS aslida rivojlanmagan davlatlarga beradi. Ya'ni rivojlanayotgan davlatlarga beriladigan grant beryapti-ku. Sizga hech qanaqa bank shot haqida ma'lumot ham kerak emas, ota-onangiz ish haqi ham kerak emas. Mana shu joyda menga juda ham qulay bo'lgan. Siz haqingizda nimaga o'tgandim? Siz haqingizda yanimda gaplashib turib, endi siz sohangizni So'ramoqchi. gaplashmoqchi edim. Aha. Chunki siz sohangiz nima dedingiz boya? Nutritsiologiya. Aynan o'shani kengaytirmasini o'zbekchada menga aytib bersangiz. U fan, u yo'nalish nima yo'nalish? O'zbekistonda boya yo'q dedingiz, men qiziqib qoldim-da. Nimaga yo'q dedim? Ko'pchilik bor deyish mumkin, lekin O'zbekistonda hozir endi urfga kiryapti. Dietologiya deyishadi. Aslida u nutritsiologiya emas. Dietologiya, nutritsiologiya ichidagi bir qism xolos. Nutritsiologiya keng qamrovli fan. Bu to'g'ri ovqatlanish. Umumiy olganda odamni asosi desak ham bo'ladi. Odam tirik inson borki, bu narsa asos. Buni bilish kerak hamma. Lekin nimagadir o'zbeklar bu narsada biz bilmamiz kam. Masalan, siz uglevod nimaligini bilasizmi? Uglevod bo'ladi, men bilaman. Bilasizmi? Aynan, Masalan, nonda eng ko'p uglevod bo'ladi. o'zi non bu uglevod. O'shani aytaman. Non bu uglevod. Masalan-da, mana uglevod bor, oqsil bor. Mana shu narsalarni odam bilib yesa, men bu shakar ichyapman. Mana shu narsani bilsa, sal o'zini sog'lig'ini asray oladi. Mana shu narsa O'zbekistonda yo'q, men unaqa fakultet eshitmaganman. Balkim hozir paydo bo'lgandir, lekin men paytim yo'q edi. Siz kelajagingizni mana shu sohada Koreyada ko'rasizmi yoki O'zbekistondan? Albatta Koreyada yo'q, meni olishmaydi. Nimaga? Birinchidan hijobdaman. Ikkinchidan men chet ellikman. Chet ellik hech qanaqasiga koreysni sog'lig'ini nima qilib bera olmaydi. O'zi olishmaydi ko'pincha. Qanaqa holatda olishi mumkin? Chet ellik oshxona ochilsa, chet ellik insonlar ko'paysa, chet elliklar uchun olishi mumkin. Koreyslar o'zinikiga faqat koreyslarni oladi. Doktorlik sohasi, men почти doktorlikda. Doktorlik sohasida eshitmaganman shu chet ellik olishganini. Hozir butun boshli bizda O'zbekistonda yo'qmi bu fan? Dietologlar ko'payib ketdi, nutritsiologlar bitta ikkita chiqishyapti, hozir bor, Ular hozir qayerdan kelishyapti. kelyapti Ular ham ko'p Chetda so'radim, o'qiganlarmi? o'zim so'rab surishtirdim. Rossiyada kurs olib o'qishadi. Ha, Ya'ni tushunarli. fakultet yo'q, universitet menimcha bu imina soha yo'q, o'sha kurs sotib olishib o'qishadi. Xo'sh, endi sizni o'zbekcha qilib aytganda dietolog nimaligini bilamiz-da. Lekin aynan sizni sohangizni men to'g'risi birinchi marta eshityapman. O'shaning uchun siz O'zbekistonga borganda shu yo'nalishingizni davom ettirmoqchimisiz? O'zbekistonda ko'rmoqchi ekansiz, demak Koreyada ko'rmaysiz. Endi siz o'zbeklarga buni ikki og'iz gap bilan o'zbekchada kimligingizni nima deb aytasiz? Qanaqa nutritsiolog deyiladi. Odamlar bilsin nutritsiolog nimaligini, Xo'p, siz- nutritsiologiya nimaligini. Misol uchun bilishlik uchun siz nima deysiz ularga?
tagiga aytaylik o'zbekchasini yozib Ha. qo'yishingiz kerak. Nima deb aytasiz? Nutri degani inglizcha so'z bilasiz, oziqa moddalari, nutritsiyologiya o'sha oziqa moddalarini o'rganadigan, inson organizmiga kerakli oziqa moddalarini o'rganadigan fan. Ya'ni qisqa qilib to'g'ri ovqatlanish desak ham bo'ladi. To'g'ri ovqatlanish, to'g'ri hayot tarzi, to'g'ri hayot tarzi. Ya'ni bittagina ovqatlanishni o'rganmaymiz, sportni ham o'rganib ketamiz. Orada sport ham aytiladi, stress haqida gaplashiladi, ozgina psixologiya o'rgatiladi, shunaqa narsa. Sohangiz juda ham keng ekan. Ana Juda keng, dietolog juda. bilan qolib ketib qolmaysiz ekanda. Dietolog Bizda psixolog judayam boshqa, dietolog boshqa. Siz hammasini bitta Hammasi o'rganasiz. bittada o'rganiladi. Va undan tashqari yana qolgan narsalar ham bor. Endi psixologiyani o'rganmayman-ku, ovqat borasidagi ozgina psixologiya. Ya'ni nima o'rgatishadi? Dalda berishni o'rgatishadi. Ha, tushundim. Patsientga dalda berish. Soham judayam keng, ko'p narsa ichiga qamrab oladi. Masalan, ovqat sog'lom ovqat nima qilish, ishlab chiqarishni ham men soham orqali qilishim. Ya'ni biz bekorga kimyo o'rganmaymiz. Kimyo orqali va to'g'ri ozuqa moddalarini bilgan holatda ovqat ishlab chiqarishda kam bo'ladi. Ya'ni batonchiklar bor, tanbekchilba deydi Koreyada. Bu oqsil protein barlar bor. Ana shu narsalarni nutritsiologlar qiladi. Ana shu narsalarni nutritsiolog Ularni bo'ladi. yig'ib beradi. Ha. Endi bitta narsa aytaymi? Endi uzri bu gapim uzun bo'lib ketadi. Aytaman. Mayli, bemalol aytavering. Nimaga desangiz, nutritsiologiya Koreyada har qadamda bor. Judayam ko'p. Nimalarda bor? Bularda bog'chadan boshlaydi. Bog'chalarda bitta nutritsiolog bo'ladi, oshxonada menyu tuzib beradi. Ya'ni sog'lom bolachalar uchun o'sha ma'lum bir yosh bo'ladi. O'sha yoshga bolachalar uchun ovqat menyu tuzadi. Bir haftalik menyu tuzadi va juda ko'p ish qiladi. Bittalab aytib o'tirmayman, juda ko'p ish qiladi nutritsiolog va har bitta bog'chada bo'ladi, maktablarda ham 3 xil-ku. Boshlang'ich, o'rta, hamma maktabda bo'ladi. Universitetda ham shiktanlarni ko'rganmisiz? Universitetskiy kafeteriyalar bo'ladi. Ana shu yerlarning ichida ham nutritsiologlar bor. Bu boshqa bu menyu tuzib beradigan nutritsiologlar. Больницаlarda bo'ladi nutritsiologlar. U inson, ya'ni klinicheskiy nutritsiolog deyiladi. U больницаlarga, ya'ni kasallar bilan ishlaydigan nutritsiolog. Sog'lom odamlar bilan ishlaydigan nutritsiolog bo'ladi. Kasallar bilan ishlaydigan nutritsiologlar bo'ladi. Sizniki hozir Koreyada ko'p. Men hammasini o'rganaman. Hammasini. O'shandan keyin Ikkalasida ham yo'lingiz kira olasiz, lekin sizda olishmaydi. Kerak bo'lganingiz uchun. olishmaydi. Ustozim ham Naglomanga qarab, "Sani olishmaydi" dedi. "Sen o'zing kelajagini qur" dedi. Lekin Ichingiz shug'ullanmaganmi o'sha paytda? umuman chunki men Koreyada nutritsiolog bo'lishni xohlamayman. Meni orzuyim O'zbekistonga borib, o'zbeklarga tushuntirish to'g'ri ovqatlanishni. Chunki buni dardim-da, bu meni o'zbeklarni endi bilib, men ham bilmaganman. Men ham kelganimda bemalol yerdim o'zbekcha ovqatlarni, hamma narsalarni. Lekin bilaverganingiz sari o'zbeklar qanchalik noto'g'ri ovqatlanishini iloji yo'q, chunki anaqa joylashuv, O'zbekiston joylashuvi shunaqa, ko'proq go'shtli, yog'li, xamirli narsalar yeyishadi va iloji yo'q, sabzavotlar ham kam bizada. Masalan, Koreyada juda ham ko'p ko'rganmisiz yashil narsalarni? Men Sabzavot birinchi ham marta kam. ko'rayotgan narsalarman. Ha. Shunaqa. O'zbekistonda yo'q. Ana o'sha 10 ta barmog'ingiz bilan sanaysiz-da, prям anaqa sabzavotni. Bu yerda unaqa emas. O'shaning uchun O'zbekistonda ayollarimizga yetishmaydigan, bunda ko'rsatib qo'y, yetishmaydigan vitaminlar bor. Ko'pchilikda semizlik kasalligi bor. Ko'pchilik erkaklarimizdagi qorin chiqqan, bu juda ham yomon kasallik. Ko'pchilik unaqa noto'g'ri ovqatlanadi va yoshi kattargan sari bes ham kattalashib Shunaqa ketadi. bo'ladi bizda. Chunki Ayniqsa- yillar davom deyib Mayli, kelasizda. Ayniqsa, yo aytaveraymi? Nima? Aytay, uni Ha. qilishmasin. Ayniqsa ayollarimizda men juda ham yo, to'g'risi ichim g'alati bo'ladi-da. Eri bir kichkinagina odam bo'ladi-da. Ayollarimiz semirib ketadi-da. Hamma har xil, Men erkaklar ham uni o'ylaganman, semizdir. farzandli bo'lgandan keyin endi buzilishlardan keyin shunaqa bo'ladi deyman-u, lekin bular ham farzandlik ko'rgan. Endi aytishlar mumkin. Bular o'zi bitta tug'adi yoki tug'maydi deyishlar mumkin. Lekin hozirgi bu 80 yoshli, 90 yoshli otalar, onalar bo'ladimi, buvilar bo'ladimi? Ertalabda yugurib yurishadi-da. Men kiymagan sportikalarni kiyib yurishadi-da. Men hijolat olaman, u sportikalarni kichkinaligini ko'rsam, hali men unaqa narsalar kiyolmayman, u kichkina-yu deyman-da. Nima demoqchiman? U вообще yoshlarku deyman. Ana o'sha narsalarni Ichi ko'ngli yashkarsin. Ha, hammasi kichkinagina-da haligi.
bo'yi u yoqda tursin o'zi tanasi qarang siz mana organizm. organizm shunaqangi zo'r narsaki necha marta organizmni o'qib o'rganim sari allohga xudoga shukur qilaman chunki shu darajada mukammal yaratilgan organizm bir sekund bitta narsa noto'g'ri kelsa inson organizmi полный ishdan ketadigan darajada mukammal yaratilgan va siz aytayotgan narsangiz ayollarni organizmida masalan gormonlar bor uni juda qiyin u narsa masalan bitta narsa noto'g'ri ketsa ketdi hamma narsa noto'g'ri ketib qoladi shuning uchun karslarga keladigan bo'lsak koreyani ovqatlanishi boru bilasiz sho'rva ichishadi guruch yeyishadi 4-5 xil salat bu narsa dunyodagi eng to'g'ri ovqatlanish bu dunyodagi mana amerikalar ham aytsin любой kelib aytsin dunyoda eng to'g'ri ovqatlanish koreyada bo'ladi shuning uchun ham birinchidan ularni qomati yaxshi ikkinchidan sport haqida yaxshi tushunchaga ega uchinchidan bularda nutritsiyologiya juda ham rivojlanganki ham bilsangiz har pionijomga kirsangiz ham hamma narsani orqasida yoziladi nima qanaqa to'g'ri. no Hamma sugarlar narsa. ko'p Ayniqsa protein bor proteinli sanalari bo'yicha ha shuni aytib datalari o'tkazish kerak. ichiga nima yoziladi nima kiradi ana shu narsalar o'zbekistonda bor masalanda ichida man narsa allergiya ishlab juda chiqaradigan. ko'p narsamiz yo'q. Ha, va bitta narsa nutritsiyologiya bo'yicha yozish kerak necha oqsili qanaqa nimasi qanaqa deb bilmayman hozir qanaqa man ko'rmaganman o'zbekistondagi produktlarni orqasini lekin mana shu narsa kerak aslida bu juda ham zarur Mana keling bitta narsani misol qilib keltiramiz. Eng ko'p iste'mol qiladigan nima bizda? o'zbeklardan Hmm. yog' Non, yog' yo'q, mayli. go'sht Yo'q, yog' yo'q, mayli, go'sht mayli. yo'q mayli emas Yo'q, qarang, nonda, misol. Ertalab go'sht yeysizmi misol? Yemashingiz mumkin, boshqa. ba'zilar Yog' yeydi ichmashingiz mumkin. Yo'q, yeydi. ba'zilar yeydi Lekin sariyog' yeydi 100%. ertalabda Yo'q, bu narsani bahsga emas, bu narsani aytayotgan narsam shuki, nonimizda hech bo'lmaganda novvoylar mayli, novvoy u ham juda qiyin uni pul sarflab nimadandir kimyogarlardan umumiy narsasini olish, ma'lumotini olish qiyindir, xo'p. Lekin marketlarga katta kirganingizda menimcha aynan bitta nonni bu nonimizda doimiy ishlab chiqaramiz bu nonimizni aynan bu nonlarda shuncha uglevod, shuncha oqsil, shuncha narsa. nonda faqat uglevod bo'ladi просто kaloriyasini yozib bersa ham rahmat derdik просто Yo'q, demoqchi bo'lganim nimalar borligini, aynan bitta nonga ha. qancha miqdorda nima kirganligi va shu narsani yozib qo'ygan bo'lsa ham demoqchiman. Haligi inson ko'radida, men inson sifatida misol uchun bir kunda shuncha uglevod yoki shuncha oqsil qabul qilishim kerak deb turib, nonni yeyotganda to'yguncha emas, yarmidan yarmini yeyish mumkin. 0,25 qismini yeyish mumkin. to'xtang shu joyda gapingiz bo'laman juda ham katta tilagim O'zbekistonda nutritsiyologlar ko'payishi va bu ustida ishlash ya'ni non yesa bo'ladi faqat undan emas bug'doydan emas masalan boshqa narsadan qilinadi qora non bo'ladi qora non yokida bilmayman homil deydi Jo'xorimidi? jo'xoridan Jo'xori umuman. mayli jo'xoridan qilsin yana Bu kuchli, dukkakli yo'q dukkakli narsalardan qilsa bo'ladi masalan saxari bor odamlarga oddiy oq guruch berilmaydida koreyada oq guruch berish mumkin emas xuddi shunaqa oq guruch uglevod juda ham saharga mumkin emas narsa oq guruch o'rniga bular o'zbekchasini bilmayman hamda shu darajada shu o'zbeklarda bu narsa masalan birinchisi o'zbek biladiganim arpa deylik arpa ya'ni uni arpani uni emas arpani o'zi arpani tozalanmagan yana shunaqa narsalar dukkaklik deylik dukkakli narsalar bo'lsa qora loviya oddiy loviya un chiqarib hamma narsadan un chiqarsa bo'ladi hamma narsani maydalasa bo'ladi grechkani ham maydalasangiz bo'ladi hattoki mana nima bo'ladi shunaqa endi keling gaplashganimizdan ko'ra hozir shu yerda ozgina bilim berib ketay odamlarimizga bering odam kuniga sog'lom katta inson erkaklar 2600 kaloriya yeyish kerak bu koreyani man anaqasini aytyapman o'zbeklarnikini bilmayman o'zbeklarda yo'q shu narsa necha kaloriya belgilanmagan bu koreyan davlat tarafidan belgilangan narsa o'sha 18 yoshdan katta erkaklar qariyalik va yoshigacha bo'lgan erkaklar 2600 qizlar 2000-2200 kaloriya yeyish kerak kuniga uni ichidan 60% uglevod yeydi 20% yog' bu sog'lom odamga aytaman 20% yog' 20% oqsil yeyish kerak endi biz shu narsalarni hisoblaymiz qanaqa nima bu juda ham uzun protsess va oqsilga nima kiradi go'shtni iltimos yeyinglar bilaman bu yerda topsa bo'ladi halol go'sht go'sht yeyish kerak go'shtni ichidagi oqsil amina
kislota hech qayerda hech qaysi boshqa sabzavotlar ichida yo'q. Go'shtni hech qayerda yo'q. Go'shtni yeyish kerak, обязательно. Tovuq go'shti, mol go'shti yeyish kerak. Qo'y go'shtiga nima deysiz? Qo'y go'shti ham bo'ladi, uni ham Bo'ladimi? ichida bor o'sha oqsil, lekin sal yog'liroq Ko'pchilik bo'lsa, yeyishi mumkin. sal yoqmagani davleniyani uchun. chiqazadi va yog'liroq o'shanga. Lekin bu go'sht bo'lsa bo'ldi. Go'sht bo'lsa bo'ldi. Go'sht bo'lsa bo'ldi, hayvon go'shti. Undan keyin yana oqsil, tuxum oqsil, Qaynatilgan variantli. farqi yo'q, hammasi. ikkovida ham- Ikkovi ham oqsil, Men hammasi oqsil. eshitganimda Tuxum bo'lsa oqsil. qovurganingizda oqsili kamayadi deb eshitdim. Yo'q, oqsil kamaymaydi. Oqsil kamaymaydi, anaqalar sabzavotlarning ichidagi vitaminlar o'ladi qovurganingizda, lekin oqsil chiqib ketmaydi. Tuxum oqsili bor, yana fasol deymiz, fasol oqsil, o'sha Nima? fasol Fasol. nima? Fasol. O'zbekcha. Loviya, Ha. loviya Xo'sh, bo'lishi kerak. xo'sh, xo'sh. Loviya. Yana oqsillar hozir eslayapman. Go'sht, anaqa. Eng qiziq narsa aytaymi? Kartoshka nima deb o'ylaysiz? Kartoshka bu nima? Kartoshka. Oqsilda u ham nima? Bari bilmayman nima. Kesinglar bu joyini. Kartoshka Nima? bu uglevod. Bu sabzavot emas, kartoshka. Qarang, o'shaning uchun ko'p yeganing uchun semirib ketar ekanda. Kartoshka frilar Kartoshka bu yema semirasan. uglevod. Kartoshka sabzavot emas. Biza sabzavotga qo'shmaymiz kartoshkani. Guruch uglevod. Xo'p. Oqsillarimiz go'sht, Sabzi? oqsil, baliqlar, oqsil, baliq, обязательно baliq almashtirib. Sizlar Koreyada sizlar bemalol almashtirib baliq yeyinglar, baliq yeyish kerak. Haftasiga ratsioningizga haftasiga 2 marta baliq qo'shinglar. Bu yerda har xil turi bor, kajami, kodingo yesa bo'ladi, hammasi mumkin. Shunaqa baliqlar bor, yeyinglar. Go'sht qovurib yeyinglar. Aytaman, qanaqa darajada mana kunlik bitta kunlik emas, bir mahallik ovqatni go'shti mana shunda bo'lishi kerak. Mana shunda xohlasanglar shunda. Taxminan necha gramm? Grammini aytaman, xo'p, o'zi 60 gramm deyiladi. 60 grammga odam to'ymaydi, shuning uchun mayli 120 grammgacha mumkin. Atak Bir kunda yeyish kerak. Yo'q, bir kunda emas, bir mahallini Yo'q, aytaman. Bir mahali 60 gramm bo'ladi. Go'sht olib ketamiz. Go'sht 3 mahal yeyish yozilishi kerak. 3 mahal 60 grammdan 180 gramm yeyish kerak kuniga. Uglevodlarga keladigan bo'lsak, uglevodlar juda ham ko'p. Jo'xoriz uglevod, anaqa kartoshka uglevod, keyin koguma ham uglevod, undan keyin o'sha hamma guruchli mahsulotlar hammasi uglevod, non, o'sha lag'monlar hammasi uglevod bo'ladi. O'sha ramyon deymiz. Aytgancha ramyonga kelaylik. Xo'p. O'zingiz sohangizdan kelib chiqqan holatda endi halol va harom narsalarni haqida gaplashsak, chunki bu narsa o'zingiz ko'rib turganingizdek, Koreyada aynan qiz bolalarni orasida juda ham ko'p ko'ryapman men, lekin juda ham kam ko'rdim. Darji ko'rmadim desam ham bo'ladi. O'g'il bolalar orasida shunchaki birorta oshxonaga borib, shunchaki libo ovqatini yeb yorishni ko'rmadim. Lekin qizlar orasida, ayni o'zbeklar orasida juda ko'p ko'ryapman. Blogerlar shunaqangi holatki, oshxonaga kiryapti, go'shtni qovurib, haligi go'sht haqida shunaqangi ma'lumot beradi. Endi blogerda nima deymiz, to'g'ri ma'lumot beryapti. Shunaqangi yeydi-da boru, haligi meni ham ishdan ham ochib yuboradi-da. O'zbek oshxonamizmi ekan desangiz, yo'q, Karsda oshxonasi. U yerda cho'chqa pishgan bitta oldingi odamgida, xo'p, yuvilib olib kelgandir. Lekin anu harom-u, mol go'sht, tovuq go'sht. Endi shular haqida va ramyonni qanchalik qaysilari harom, qaysilari halol, o'zi bormi shular, yesa bo'ladimi? Shular haqida gapirasiz. Biz muhokama qilmaymiz avvalo. Muhokama qilmaymiz hech kimni. Faqatgina ma'lumot beramiz. Bu narsani olish olmaslik insonni o'ziga. Taqiqlab qo'yishimiz mumkin. Misol, taqiq qo'yamiz. Misol uchun buni yemaylar deb yo'llashimiz mumkin. Shuni aytyapti. O'sha ma'lumotni beramiz, olish olmaslik insonni o'ziga. Masalan, lekin olinglar, iltimos, olinglar. Albatta, olsa o'zini musulmon inson, bu narsa farz. Xo'p. Endi bu narsa boshida men ham o'zim ham olib boqmasman. Masalan, kelganda ko'pchilik bilmaydi. Bilmasanglar, mana ma'lumot uchun hozir bilsanglar bo'ladi. Bilmaydi, bemalol yeydi. Cho'chqa bo'lmasa bo'ldi deydi ko'pchilik. Va bemalol chikkinlarni, mol go'shtlarini yeyishadi. Aslida halol, bismillohni aytib so'yilmagan go'sht hammasi bilamizki, harom hisoblanadi. Shuning uchun cho'chqa baravarida harom hamma o'sha go'shtlar. Go'shtlar sokogi, mol go'shti, keyin biz bilamizki, sevu, mana krevetkalar, krablar, bular hammasi. Krevetkani ham yeyish mumkin emas? Mumkin. Bizning mazhabimizda mumkin emas. Ya'ni mumkin, makruh deyiladi. Harom emas, makruh, lekin yemagan yaxshi. Nima kerak o'shani yeb? Nima? Undan ko'p baliq yeylar. Qaranglar, bitta narsa bor-da, dinimizda men eshitganimni aytaman.
halol narsalar bor, Mhm. harom narsalar bor. Va uchinchisi shubhali narsalar makruh. bor. Aha. Endi qaranglar, bu yerda bitta narsasi halol. Nima? Halolni o'zi halol. Anu shubhali ham harom o'zi aslida va nima Makruh. haromni o'zi ham harom. Shuning uchun yemagan Shunaqa, yaxshi. men diniy ekspert emasman. Bu haqida diniy domlalarimiz juda ham ko'p ma'ruzalar qilishgan, aytib o'tish hojati yo'q. Shunchaki aytaman, bismillohni aytib so'yilmagan har bir hayvon go'shti bizga aytib so'yilmagani harom. Va o'sha krevetkalar, krablar, seu deydi, ke deydi, ana shu narsalar ham hammani o'zini ishonchi, hammani o'zini nimasi, lekin makruh deb aytilgan va o'shaning uchun ham biz iste'mol qilmaymiz. Bizlar Demak, emas. aynan bu aytayotgan o'sha dengiz mahsulotlari nimada ko'proq? Ramyonlarda ko'proq. Endi qarang, ramyonlarga keladigan bo'lsak, ramyonlarni ba'zilarini ichida go'shti yo'q, lekin yozib qo'yilgan tvejikogi deb yozilib qo'yilgan. Bu tepada Nimaga? yozilgan. Haligi. Yo'q, mana hamyuda tepasida. hamyuda yo'q, Hamyuda bo'lmaydi? hamyuda bor, mana hamyuda tvejikogi bor, lekin Hop. ichida go'sht yo'q, hammasi sabzavotda. Yesa bo'ladi deb o'ylashinglar mumkin, lekin yog'iga qo'shiladi. Ya'ni o'sha qizil anaqasi bor-ku, qizil qo'shasizlar-ku narsa. Shuning uchun yog'iga qo'shiladi. Cho'chqani yog'i. Undan keyin cho'chqani yog'i shirinliklarga ham qo'shiladi. Shuning uchun ham shirinlik olayotgan juda ham ehtiyot bo'linglar. Koreyada o'zi yozib qo'yadi, nima hamyu, даже yozmagan bo'lsa, agar sizlar shu darajada shubha qilsanglar, so'rashinglar mumkin. Telefon qildirib, o'sha nima kremiga cheescake'larni ham ba'zilariga qo'shiladi, lekin eng yaxshirog'i baribir cheesecake ko'pchilikda qo'shilmaydi. Shu ehtiyot bo'lib yeyish kerak va masalan eng yaxshisi baribir uyda o'ziga ovqat qilib qo'yish usuli bor. Bir haftaga masalan ovqat qilib qo'ysa bo'ladi. Ko'pchilik bolalarda ko'rdim shu narsani. Zo'r, molodsi. Shug'ullan ekanlar. Ha, bir haftaga lekin bir xil ovqat qilish kerak emas. Bir xil ovqat organizm ko'tarmaydi o'zi. Har kuni bir xil ovqat yeyish kerak emas. 3 kunlik qilsan. Yo'q. Har xil menyu tuzinglar, menyu ko'p-ku. Menyu tuzib, o'sha menyuni bir haftalik menyular bir kunda tayyorlanglar, lekin har xil narsa tayyorlaning. Bir kunda ovqat sarflashga Masalan, ajratib, masalan bitta bolada Uch to'rtta ovqat ko'rdim, qilaylik. eslolmayman kim, lekin Instagramda ko'rib qoldim. O'zbek молодец, zo'r ish bu narsa, lekin bitta ko'p qilib bir haftalik qilganda, uni bir haftaga bo'lgan va bir xil ovqat. Odam bir xil ovqat yeyolmaydi. Birinchidan juda ham shaxsan men shunaqaman. anaqa nutritsiologiya to'g'ri ovqatlanish borasida bu noto'g'ri, chunki har xil narsalar yeyish kerak, baliq yeb turish kerak. Mana endi nima yeyish mumkin aytaman. Chamchi, o'shanda ham chamchini yaxshilab qarash kerak. Ba'zilarga Bu so'qoq baliq bizda tuna. bizda haligi o'zbekchada nima deydi haligi? Konservalangan bank chiqardi baliqlar Tuna shunaqa. deyiladi. Tuna deyiladi. O'zimizda ham tuna deyishadi. Yo'q. Endi bu inglizchasi-yu, tuna deb bilishsa kerak. Chamchi, keyin kodingo bor, kajami bor. Ya'ni qovurishadi, shunda baliq qovurib yoningizga qo'yadi. Bo'ldi, mana shu narsa. Salatlar bemalol halol. baliq bo'lsa bo'ladi. Keyin nima? Oddiy sabzavotli narsalar. Keyin ko'pchilikda bolalarda yana bu narsa, qizlarda men ham ko'rmaganman, bolalarda, lekin juda ham ehtiyotkor, molodsi. Boradi-da, agar ana oshxonani egasi bilan yaxshi bo'lsa, yengidan yaxshilab yuvib, hamma narsani yuvib berib, pichog'inglarni ham yuvib, joyinglarni yuvib, yengidan pishirib beringlar deydi va постоянный klient bo'lsa, albatta bunaqa narsa qilib berishadi. O'sha sousiga masalan qo'shilsa, uni ham oldirib tashlashadi. Ya'ni bu odamning o'ziga bog'liq. Hamma qanchalik darajada tekshirgingiz kelsa, bemalol tekshirsangiz, koreyslarning haqqi yo'qki aytmaslikka. Haqqi bor. Ya'ni sizlarni klientskiy haq huquqinglar shundayki, sizlar bemalol ma'lumot so'ra olasizlar. Bemalol. Va hamma aytadi. Va Shu. boya aytib o'tdingiz, kesishadi, yangilab berishadi deb. Bu narsa sizlar so'rashinglar kerak bo'lgan joy, yana bitta joy bor. Pitsa xonalarda. Pitsa xonalariga kirgan paytinglarda oddiy chiji pitsa bor. O'sha chiji pitsa zakaz qilganinglarda ham yoki kartoshkali pitsa zakaz qilganinglarda ham pichoqni yuvib, ya'ni sekallo deydi, misol, yangi pichoqda kesib bering desanglar, ular xo'p deb yangi pichoqda kesib beradi. Hech qachon eskisini olib ishlatmaydi, misol uchun. Va kartoshkali pitsa zakaz qilayotganinglarda unga hem qo'shiladi. O'shani kartoshkali pitsa zakaz qilayotganda hem pego desanglar bo'ladi. Va yana bitta bilgan narsam, siz aytayotgan chamchi deyilganda, chamchi bu ko'proq qayer deyiladi, chamchi? Kimbap deyilganda. Chamchi kimbap juda ham ko'p sendvichlarda bo'ladi. Ana shu sendvichda ham va kimbapda ham zakaz qilayotganinglarda, chamchi kimbap zakaz qilayotganinglarda, misol uchun hem qo'shiladi. Hem pego desanglar, uni ham o'sha hemini, ya'ni qo'shmasdan tayyorlab beradi. Umuman olganda men qanaqa qilaman?
hamma narsani zakaz qilayotgan. Men kombinatsiya pitsa zakaz qilaman masalan. Combination ichida aytaman faqat yachero, ya'ni faqat sabzavot bilan qilib bering va o'sha bemalol o'zingizlar so'rashinglar mumkin. Yangidan yuvib, pichog'inglar yangilab, bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Ko'p joylarda masalan qilib beradi. Men masalan ko'p ovqatlarni shunaqa qilib so'rayman va ular qilib berishadi. Единственный qayerda qilib bera olmaydi. Masalan, sovus уже go'shtdan bo'lgan bo'lsa, telefon qilib uzr deydi, bizlarning sovusimizni o'zi shunaqa cho'chqa qo'shilgan, go'sht qo'shilgan desa, unda mayli deb aytmay qo'yadi zakaz. Shunaqa. Shuning uchun nima qilmaslik kerak? Tortinmaslik kerak so'rashga. Mani soham biz ovqat pishiramiz deb mani soham darsimda ovqat pishiramiz va uni o'zimiz yeymiz va men ko'p holatlarda u yerdagi narsalarni yeya olmayman chunki ko'raman qanaqa qilinyapti nima qilinyapti va faqat ba'zida guruch yeyman ba'zida faqatgina o'sha sho'rvasi bilan guruchni yeyman va bu narsani bemalol ustozlarimga aytaman hamma tushunadi hamma bemalol tushunadi koreyslar bu narsaga hech qachon voy bunaqa qilmasa kerak. Rahmat kattakon. Aynan o'zingiz sohangizdan kelib chiqqan holatda va halol haromni ajratish bo'yicha yana bitta narsa aytib o'tay. Marmeladlarni bilamiz ko'pida tejikoga, sokoga qo'shiladi, lekini bor. Kom degan o'simlik bor. Bu o'sha marmelad tayyorlashda ishlatiladi. Kom mana shu yerga balki hozir chiqarib qo'yamiz. Qanaqa sostav? Menga tashab qo'yadi, men chiqarib qo'yaman. Qanaqa sostav? Bu bemalol yesak, chunki buni ichida nima tabiiy narsalar, ya'ni go'shtni nimasi yoki cho'chqani, hayvonni yog'i qo'shilmagan, o'zi sostav bo'yicha ham sal boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni marmelad qattiqroq bo'lishi mumkin, anavi go'shtga, sokoga, tejikoga qo'shilgan marmeladlar sal qattiq bo'ladi. O'simlik kom degan narsa bor. U ham o'sha Kom o'simlik nomimi? O'simlikning nomi kom. Ha. O'zbekchasini bilmaysiz? Yo'q, uni bilmayman. Qanaqadir daraxtni smolasi bo'lishi kerak. Daraxtni cho'zinchoq narsasi. Bir narsasi xullas, o'sha narsadan qilishadi. U yeganingizda ham o'zi bittada og'zida erib ketib qoladi. Ya'ni marmeladga o'xshab qattiq turmaydi. Ana o'sha narsani yesa bo'ladi. Va u yerda orqasida o'zi yozilmagan bo'ladi. Tejikoga degan narsa yo'q o'zi. Tedu ham yo'q deb qo'yadi. O'sha shunaqa marmeladlar ham bor. Va halol deb yozilgan ramyonlar ham chiqyapti. Men o'zim Qayerda chiqyapti? Oddiy Samyang suvlarda bormi? JSda bor. Samyang degan firmani, adashmasam Samyang degan firmani halol naqasi bor, ramyoni bor. Shu. Bo'ldi, men o'shani yo'layman faqat boshqa hozir ramyonlar hammasidan отказ qilganman chunki shubhali hammasi. Rahmat kattakon. Bizni aynan halol haromga tegishli va aynan o'zining sohasini ochiqlantirish bo'yicha savollarimiz shu yergacha edi. Endi yana bir eng kerakli savollarimizdan biri qizlar haqida gaplashamiz. Koreyadagi qizlar qanaqa qiyinchiliklar bor? U qizlarda misol uchun kelsa, o'zi siz Koreyaga qizlarda kelishiga qanaqa tarafdorsiz? Albatta siz qiz bola nima desam bo'ladi? Qiz bola bo'lganingiz uchun ayollar o'qishi mumkin deb gapirmangda, vijdonan o'zingiz 5 yillik tajribangizga qiynalganingizga yoki o'sha yaylab yurgan tajribalaringizdan kelib chiqqan holatda kelsin yoki yo'q tavsiya bermayman deb bemalol hozir aytishingiz mumkin. Xo'p, biz hech kim emasmizki bitta insonni kelma deydigan darajada, chunki hamma insonning o'zini sharoiti bor, o'zini yelkasida miyasi, boshi bor, o'ylaydigan. Men shunchaki Koreyaga kelganda nimalar sizni kutishini aytib berishim mumkin. Qiz bola bo'ladimi, o'g'il bola bo'ladimi, chet elga chiqayotganda albatta qiyinchiliklar bo'ladi. Juda ham ko'p qiyinchiliklar. Siz o'zingizni shaxs sifatida noldan qurasizda. Noldan qurganingizdan keyin albatta bu juda ham qiyin. Kelasiz, birinchi masalan chemodaningiz bilan sudralib uy qidirishingiz kerak. Qiz bola bo'lasizmi, o'g'il bola bo'lasiz, farqi yo'q. Uy qidirasiz, gaplash birinchi o'rinda koreys tilini bilib kelish kerak. Koreyaga kelyapsizmi? Koreys tilisiz nima uchun kelyapsiz masalan? Qanaqa qilib gaplashasiz? Koreyadagilar ingliz tilida почти gaplashmaydi, deyarli gaplashmaydi. Qanaqa qilib gaplashasiz? Gaplashib, yaxshi nimalar bo'ladi-yu, masalan, сделка nima deydi? Masalan, yaxshi koreyslar bilan kelishish uchun bir narsa masalan vaziyatingizni tushuntirish uchun ham koreys tili kerakda. Koreys tili bilan kelsa va uy topsa o'ziga, undan keyingi masala ish topish kerak va qanaqa nima bo'lsa ham boshida hop deb turish kerak. Qiyin bo'ladimi, oson bo'ladimi, boshida o'rganguncha opit uchun nima ish bo'lsa ham qilishingiz kerak. Ya'ni endi o'sha harom joylarda ishlash etmayapman yokida oshxona, ba'zilar bir cho'chqa oshxonalarda unaqani etmayapman. Iloji boricha yaxshi ish topinglar, lekin boshida oyligi kam bo'ladimi yokida ish sal og'irroq bo'ladimi?
bu bitta Koreyada emas. Любой chet elga chiqqandan keyin tajribalarni Ha. biroz oshirish uchun ishlab chet ko'raveradi. elda bo'lganinglardan keyin vaziyat shuni taqozo qiladi. Shu taraflama qiynalinadi. Ya'ni bitta inson o'zi noldan quryaptimi, albatta qiyinchilikka uchraydi. 100% yolg'izlik, ota-ona sog'inchi, juda ham o'zini yolg'iz his qiladi. Ba'zi bir sotqinliklar bilan duch kelishi mumkin. O'qish qiyinligi, masalan, kimga qanaqa, lekin koreys tilida o'qiyotgan va aniq fanlarda o'qiyotganlar обязательно qiynaladi. Ya'ni o'sha narsaga ozgina tayyorlanib, soha nima bo'lsa ozgina o'qib kelsa ham yaxshi o'zi uchun. Va o'rganib kelish kerak. Koreyada sizni nima kutyapti? Qanaqa joy? Bu yer skaska emas, bu yer ertak emas. Bu yer to'g'ri. kinodagi narsadan 0 gram. Hech narsa yo'q kinoda. Hech narsa yo'q To'g'ri, anoda. Real hayot bu. O'rganib kelish kerak. Ras o'zingizni shaxs sifatida mustaqil, madaniyatini o'rganish kerak. Mustaqil o'zingiz xohlasangiz, shu mustaqil hayot qurishni xohlasangiz, shaxs sifatida o'zingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, okey, keling. Lekin agar bu yerda ertak kutayotgan bo'lsangiz, bu yerda sizga kimdir hamma narsani taxlab qo'yadi deb o'ylasangiz yoki o'sha Karslar kirib, sizni qarshi oladi deb o'ylasangiz, sharani xom sanabsiz, unaqa narsa hech kim sizni kutmaydi. Ya'ni sizlar kuchli ichki naqaylarni oshirmoqchi bo'lsanglar, ichki dunyoyinglarni, dunyoqarashinglarni oshirmoqchi bo'lsanglar, kuchli inson bo'lmoqchi bo'lsanglar, ha, yaxshi bu yer. Kelsanglar bo'ladi, bemalol. Mana shu narsalardan, bu shu etapda o'tganinglardan keyin hayotinglar ancha iziga tushib ketadi. Ya'ni bu narsadan o'tganinglardan keyin sizlarni nima kutadi? Ichki juda ham yaxshi, kuchli intellektuallik bo'lish, ya'ni o'sha dunyoqarash juda ham yaxshi o'sadi, kattalar. Har xil insonlar bilan, har xil davlatdan kelgan insonlar bilan gaplashasiz. Shuning uchun kuchli dunyoqarashi juda ham yaxshi kengayadi. Undan keyin ichki duxovna deydi-yu, irodasi kuchli bo'ladi insonlar. Ba'zilar chidolmay, ba'zilar chidolmay uyga qaytib ketganlarni ham eshityapmiz. Chunki bu qiyin. Musofirchilik hammaga qiyin, ayol erkak. Qizlarda orasida emas, qaytib ketishlar, o'g'il bolalarda orasida bo'lyapti. Qizlarda ham bor. Yo'q, qizlarda, demoqchiman, qizlarda orasidagina emas demoqchiman bu gapimni. O'g'il bolalar orasida ham men eshityapman. Yaqin o'zi mana shu 2 hafta, 3 haftani orasida bir ikkitasini eshitdim. Bu bola qaytib ketdi, u bola qaytib ketgan va qaytib ketganlarda o'g'il bolalarda men hozir aniq aytib bera olmayman, chunki eshitganim. O'g'il bolalarda qaytib ketganlarda foizini oladigan bo'lsak, 80% ingliz tili bilan kelganlar. Hali koreys tilini umuman bilmaydi, o'rganishga ham xohishi yo'q bo'lgan insonlar bor. Shular kelganda ingliz tili bilan undan foydalana olmagan, boshqa bo'lgan, qiynalgan, shartda tashlab ketib yuborgan. O'shaning uchun madaniyatni o'rganinglar, koreys tilini kelyapti, o'rganib kelinglar. Xo'p, madaniyatiga ulgurmay qolinglar balkim o'rganishga. Yo'q, tilini ozgina Senhualda ishlatiladigan. Nima deydi? Ozgina gaplarni o'rganib kelinglar. Bu yerga kelganda strashni qiyin bo'lmaydi. Ingliz bilan kelayotganlar aytyapman. Demak, Koreyaga kelmoqchimisiz? Masalan, kim kelmoqchi bo'lsa Koreyaga, birinchi o'rinda koreys tilini o'rganib kelsin. Ozgina bo'lsa ham, 3-gup daraja bo'lsa ham mayli, o'rganib kelinglar. 3-gup ozgina emasmi? Kerak, 2 deng. Yo'q, endi unaqa demang, o'rganishsin. 3-gup bo'lsa yaxshi, qaytang, o'ziga yaxshi. Koreys tilini o'rganib kelsin, madaniyatini bilib kelsin va boshida ozgincha pul bilan kelinglar, iltimos, qizmi, bolami? Chunki o'sha pul bilan kelmasangiz, sizni kim pul berib kutib oladi? GPS bo'lmasa agar, GPS bo'lsa bemalol kelaveringlar, sizlarni hamma kutib olib, uy-joy bilan ta'minlab pul ham beradi GPS. Lekin shunda o'zingizlar kelayotgan bo'lsanglar, albatta yoningizda pul olib kelinglar, 1-2-3 oyga yetadigan darajada va uy olish narxlarini surishtiringlar, uyni narxini surishtiringlar, ko'chada qolib ketmanglar. Nima sizlarni kutayotganini oldindan surishtiringlar. Ertak yo'q, ko'pchilik ko'rsatadi-yu, Koreyada bunaqa narsalar bor, Koreya bunaqa, Koreya unaqa. Yo'q, unaqa emas. Bu musofirchilik, Koreya emas, musofirchilik. Ya'ni musofir inson erkakmi, ayolmi? Hamma bir xil qiyinchilikka. Endi bu qiyinchilik haqida gaplashdik-da biz hozir. Endi qizlarni nozik temasi bor. Bu narsaga men hech qanaqa muhokama qilmayman, shunchaki bitta narsa aytaman. Hamma o'zini tarbiyasidan kelib chiqib hamma ish qiladi va hamma o'zi ishiga o'zi javob beradi, birinchidan. Ikkinchidan, oiladagi tarbiyasini ko'rsatadi, to'g'risi. Boshqa hech narsa deya olmayman, chunki hamma bu narsada Yo'q, to'g'ri gapiravering bemalol. Bilmayman, nima deyishni ham muhokama qilmayman hech qachon hech kimni. Hammani boshiga tushganini o'zi biladi. Hamma o'zini hayotini o'zi yashab o'tgan. Shuning uchun shunchaki qizlar o'zingizga mahkam bo'lsanglar,
nima bo'lgan yaxshi qizlarga qo'shilishni maslahat berardim. Yaxshi muhitga, yaxshi guruhga, yaxshi jamoaga qo'shilib olsanglar bo'ldi. Jamiyat o'sha o'zbeklarni ham masalan yaxshi masalan pusa bor, pusanda bo'lsanglar pusaga qo'shilinglar, kelinglar yaxshi jamiyat. Va o'shanga qo'shilsanglar, cheris qizlar bilan yig'ilib, masalan kitobxonlik bir narsalar juda ham rivojlanadi. Inson sifatida, shaxs sifatida rivojlanadi. Bu narsa zo'r. Lekin yomon insonga qo'shilib qoldinglar, sразу o'zinglarni chetga olinglar. Mana shu narsa ham buzadi-da odamlar. Shu yaxshi insonlarga qo'shilib, yaxshi bo'linglar deganingizga bitta narsa hayolimga kelib qoldi. Bu narsani oxirroqga olib qo'ygandim, lekin hozir beringim kelib qoldi. Sizni o'zim eshitishim bo'yicha oldin Koreyaga kelgan paytingizda ro'molda bo'lmagan ekansiz va ro'molga yaqinda kirgan ekansiz. 1 yil bo'ldi. Ha, 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Siz kimlarga qo'shildingizki, oldin ro'molda emas edingiz ekan va hozir ro'molda kiribsiz va ro'molga kirganingizga qancha bo'ldi va ro'moldan oldingi sizni qanaqa qiyinchiliklar bor edi? Ro'molga kirganingizdan keyin qanaqa to'qsonlar sizga paydo bo'ldi Koreyada? Tap-tip ro'molga kirib qolgan joyim yo'q. 1 yil bo'ldi ro'molga kirganimga va eng to'g'ri qarorim shu deb ayta olaman. Birinchi to'g'ri qarorim koreys tilini tanlaganim bo'lsa, koreys tilini o'rganishni tanlaganim bo'lsa, ikkinchi to'g'ri qarorim ro'molga kirganim bo'ldi. Endi men har doim ro'molga kirishni orzu qilganman va ko'pchilik qizlarni bilaman, vau deb havas qiladi, lekin jur'ati yetmaydi ba'zilar ro'molga kirishga. Men doim ro'molga kirishni orzu qilganman. Ro'mol yig'ib kolleksiya qilganman O'zbekistondaligimda. Lekin hech ham jur'atim yetmasdi-da. Hech kimni muhokama qilmaslik kerak bu borada. Hech kimga, faqat Alloh hidoyat bersin hammamizga. Hech kim muhokama qilmayman ham, o'zimni yo'limni aytib beraman. Shunaqa xohlab Koreyada 4 yil yashab qo'ydim. Lekin Koreyada 4 yil yashaganimda sal hayotim mazmunsizroq, sal har xil o'sha sal qolgan momentlar bo'lgan, yomon narsalar bo'lgan, yomon xotiralarim ham bo'lgan. Keyin xullas birinchi o'ylab qoldim-da. O'sha o'tgan yil o'ylab qoldim. Birinchidan JKSda o'qiyman. Ming ish topolmasam ham, endi hamma qo'rqadi ro'molda ming ish topolmasam ham, hozir JKSda o'qiyapman-ku. Hozir kirib olmasam, keyin umuman kira olmayman deb o'yladim. Ya'ni menga davlat shundoq ham pul berib turibdi-ku, bemalol anaqa hech kimga hech narsa должен emasman-ku deb. Ikkinchi men o'ylandim. Ko'proq ishlamasam ham, ya'ni ro'molimga qarshiliklar ko'proq bo'lmaydi. Yo'q, ro'molga qarshilik borasida ishlasa, yo'q, demoqchi bo'lganim bu yerda ko'pchilik ro'molda qarshilik bo'lgan joyda ham ishlamashi mumkin. To'g'rimi? Demaysiz, ishlamasangiz ham pul beryapti. Demak, menga birov qarshilik ham chiqmaydi. Chunki ishlamayman va kirib olishim oson bo'ladi deb o'ylagansiz. Yo'q, unaqa nima desam ekan. Ro'molga kirganimda kimnidir qarshiligini o'ylamaganman. Kimnidir qarshiligini emas. Shunchaki agar mabodo ishsiz qolib ketsam yoki mabodo men ish topolmasam ham JKS bor-ku, pul berib turibdi degan xayolim bo'lgan. Lekin masalan, nima uchun hozir men orzular xaritasi yaratganman-da o'zimga. O'sha ro'molga kirganim haqidagi o'sha birinchi orzular xaritasini birinchi amalga oshirgan ishim ro'molga kirganim bo'lgan. Mana qarangda, men o'ylab ko'ring, o'zimga savol berganman. Qachon kirasan? Hozir emas. Bu birinchidan farzu, qachon kirasan? Hozir emas. Bemalol hamma narsa qo'limda. Kimni menga мненияsi qiziq hozir. Kim menga nima deya oladi ro'molga kirganim uchun? Agar men unga meni o'zim xohishim desam-da, kim nima deydi? Juda ham jur'atim kuchli bo'lib ketib qolganda, qaysidir momentda nima uchun kirmayapman? Mana shunaqa tushlarimgacha kirib, unaqa xohlab, keyin niyat qilganman. 31-may kuni o'tgan yil Husnor opani o'rta bo'lib nima qilganimizda Husnor opani tug'ilgan kuni edi. O'shangacha kiraman-da, hamma o'rtoqlarimga Husnor opani tug'ilgan kunda ro'molga kirib boraman deb yozganman zametkamga. Ana o'shangacha, lekin chidolmay qolib bir hafta oldinroq kirib ketganman. Va ro'molim bir dona, o'sha Husnor opa Malayziyaga borganlarida zakaz qildirib, bitta o'sha shapka bilan ro'molim bo'lgan. Ana shu ro'molni bo'lgan, boshqa hech narsam bo'lmagan. Hattoki Xitoydan o'sha ro'mol zakaz qilganman, kutmaganman. Sirasi bitta ro'molim bor-ku, mayli kiravering deganman. Kirib ketib qolganman. Endi bittagina chet ellikman koreyslar ichida. O'rtoqlarning reaksiyasi g'alati bo'lgan. Hamma bundoq qaragan. Boshida
usuli bor. Boshida qanaqa qilganman? Bo'yni shapkam bo'yingacha yopiq shapka kiyib, kepka kiyib, ustida anaqa kiygan, nima? Kapishon bilan nima qilganman? Unchalik hech kim ishi yo'q bu narsaga. Koreyslar umuman ishi yo'q bu narsaga. Hamma bunday qaragan hech kim hech narsa deya olmagan. O'rtoqlarim so'ragan, nimaga bu narsani qilding? Men hammaga o'zim xohishim, bu meni xohishim deganman. Chunki ularga uzun tushuntirib o'tirish xohlamayman. Bu meni xohishim, meni hech kim majburlamadi deganman. Bo'ldi, shu yerda hamma savollar yo'qolgan. Ustozlarimni so'ragan savol shunaqa bo'lganki, o'zing xohlab kirding. Bo'ldi. Ular chunki ustozlar-ku, ustozlar ham Koreyadagi ustozlar sinf rahbarim bor. Sinf rahbarim bilan juda ham menga o'sha o'zi meni ustozlarim bor, menga qarab yuradigan. Bu meni sinf rahbarim va meni koordinatorim. JKS-ishlarga ikkita ustoz qaraydi har doim. Ba'zilarga bittadir. O'sha qaraydigan ustozlarim so'rashgan. Buni o'zing xohlab kiydingmi? Ya'ni buni o'zing xohladingmi degan. Men ha deganman, boshqa savol yo'q. Naborat qiziqqan, ro'mollarni qayerdan olyapsan? Bu yerda bormi? Masalan, dalda berishgan. qiynalmayapsanmi topishga? Ro'mollarni sotib olishga bo'larmikan deb so'ragan, qiziqqan. Bu keyin atrofdagilar bo'ladi, bunday qaraydigan bari ikkita ko'p emas. Lekin mana bitta bundoq qarab beraman bo'ldi. Bo'ldi, bu masalan ichidan Men ham qarab olmayman deysiz. Men ham ichidan tayyor bo'lsangiz, odam главный o'zini ichidan tayyorlash kerak, savol berish kerak. Nima uchun hozir emas, qachon endi? Menga hozir nima to'sqinlik qilyapti? O'sha to'sqinliklarni hal qilsa bo'ldi. Hozir menga nima to'sqinlik qilyapti shu narsaga? Ishmi? Значит, ish bilan hamma rozi bo'ladi, lekin boshida masalan hamma voy nimaga o'rading qilganlar bo'lgan karsdan ichida. Hozirgi dars bergan nimamiz ham o'z boshida ro'molsiz bo'lib dars boshlaganman. Undan keyin ro'molga kirganman. Keyin aytgan, "Voy nimaga unaqa qilding? Nimaga?" Bir ikki savol beradi-da. Unda nima uchun unaqa qilasan, yaxshi emas deb qoladi orada. Yo'q, bu menga yoqadi. Menga yaxshi, issiq emas. Hammasi joyida. Sen hayajonlama, menda yaxshi desangiz bo'ldi. Menda hammasi joyida desangiz bo'ldi. Bir ikkita savol beradi, qiziqadi. Nimaga bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Koreyslar o'rangan insonlarni ko'p ko'rmagan. Hijobdagi, men endi buni hijob deyman, ro'mol deyman. Ko'rgan faqat. Yo'q, kinolarda ham ko'rmagan. Ro'mol haqida tushuncha yo'q ba'zilarda. Ba'zilarda yo'q. Ba'zilar biladi. Ba'zilar so'raydi, bu nima hijob? Masalan, gapirib, unaqa nima o'ragansa. Ba'zi joylarda endi masalan sartaroshlarga borilsa, so'raladi, kabinkasi bormi, shirmali? Bora olamizmi? Agar hamma ommaviy bo'lsa, endi boramiz bilan joyga. Shunaqa so'rab surishtirib. Keyin ishga keladigan bo'lsa, odam koreys tilini bilsa, birinchi o'rinda gapirish, razgovorni koreys tili zo'r bo'lsa va o'ziga ichki uverенность kuchli bo'lsa, ko'pchilik ishlarga qabul qilinsa bo'ladi. Ya'ni opti ham bo'lish kerak-da u ishga. Begona ishga kamdan kam endi to'g'risini aytaman, aldamayman. Hijoblidan ko'ra hijobsizni ko'proq oladi baribir masalan. Lekin hijobli bo'lsangiz-da, ichingizda uverенность bo'lsa, Tilni zo'r bo'lsa, tilni zo'r bilsangiz va o'sha ishda optingiz bo'lsa, nimaga почему bu yerda olishadi. qarang, hamma yo'lda zo'r biladi. Siz aytdingiz mana hozir karsin, topik 600 bor. Ingliz tilida sal beri yo'q bo'lsa ham, yo'q, lekin gaplasha olasiz. O'rtacha. Tushunasiz-da? Ha, tushunaman. Endi qarang, shu vaziyatda aynan sizga qaysi yo'nalishlar bekilib qoldi? Hijobingiz sababli qaysi yo'nalishlarga kirmoqchi edingiz-u, qaysi yo'nalishlarda ishlamoqchi edingiz-u, shu bekilib qoldi. Hijobingiz sabab. Unaqasi yo'q deb o'ylayman. Unaqasi bo'lmadi. O'zi Koreyada siz bilasizmi? Aynan hijobli qizlarda olmaydigan ishlar. Bilasizmi shuni? Masalan, pionijomlarga olmasligi mumkin. Lekin tanish bilish qilsanglar, ana men kimdir o'rtog'im ishlayapti, o'rtog'im ortiga men kirsam, bunaqa holatda oladi. Karslar ko'pincha kunduzga qo'ymasligi mumkin, kechki smenaga qo'yish mumkin hijoblilarni. Nimaga unaqa deydi? Boshqa inson bilan ishlayotgan bo'lsa, odamlar olgisi kelmaydi narsa deb o'ylaydi ular. Shunaqa fikrda. Lekin masalan ishontira olsangiz, ko'p dinlar borligi uchun. Ishontira, lekin ko'pchilikni ko'rdim, hijobda ham bemalol piyonjom ishlayotganlar. Bu to'sqinlik emas-da. Shaxsan men ham Koreyaga birinchi kirib kelgan paytimda Seulda 6 oy ishlaganman-da. Boshida akam bilan o'sha ozgina o'rganib, keyin ishlaganman. O'sha vaqt davomida akam u yerga bari o'zbeklarni tiqib yuborgan ekan. Ya'ni o'zbeklarni qo'yib yuborgan ekanda. Ana shu o'zbeklar ichida ikkita o'zbek qiz bor edi, bitta yosh kattaroq opa va Husnor opa bor edi. Ikkovi ham hijobda edi. Bilaman, hozir opa bilan yaqinmiz, Nasiba opa. Ikkalasi ham, Nasiba opa shu opa edi. Uchinchi opa endi hijobda emas edi. Demoqchi bo'lganim, qizlar ko'p
Endi masalancha mana tilni ham bilmaysiz, hijob dastligi ish kerakmi? Eng yaxshi usul yaqin o'zbek qizlaridan so'rab surishtirish kerak, chunki o'zimiz ham ko'pchilikni ishga joylashtirib nima qilganmiz vaqtida. Agar sizni tanisa, sizga ishonib oladi, o'sha til bilmasa ham, hijobda bo'lsa ham oladi. O'sha eng yaxshi usul, agar iloji yo'q bo'lsa tanish bilish, lekin agar tilni zo'r bilsa va hijobda bo'lsa ham baribir boraverish kerak. 100 ta joyga u hijobli bo'ladimi, hijobsiz bo'ladimi, baribir vegogin deb chet ellik olmasligi ham mumkinda. 100 ta joyga borsin, 100 tadan bittasi olmaydimi, oladi, 100 tadan bittasi, lekin odam ichiga o'ziga bog'liq, harakat qilaversa, Alloh ham beradida harakatiga yarasha. Shu demak, deyarli to'siqlar yo'q. Masalan, men hijobli qizlarning ichidan hozir ishi yo'q, qiynalib qolganlar kam ko'rdim. Bor endi, yo'q emas, lekin juda ham bir ikkitada ko'p hijobli qizlar o'ziga ish topib ketgan, yo'lini topib ketgan. Keling, shu yerda qizlarini Koreyaga jo'natmoqchi bo'layotgan ota-onalar yokida qizlar o'zi kelmoqchi bo'layapti-yu, ota-onalari ruxsat bermayapti. Qo'rqishadi. Endi ayol kishi bo'lib, qiz bola bo'lib, mana siz ham o'zingiz ham hech kimingiz yo'q holatda Koreyaga kirib kelgansiz va o'zingiz yetalab, o'zingiz arabangizni tortib ketgansiz. Endi mana shu vaziyatda maslahatingiz kerak bo'ladi ota-onalarga. Nima deya olasiz? Misol uchun, aynan boshida ozgina kichkina mini bloger bo'lganman, o'sha yerda rosa ko'p ota-onalar yozishardida. Rosa ko'p. Men aytaman, birinchidan mabodo bolasi juda ham Koreyaga xohlayapti, lekin qo'rqib turibdi. Birinchidan, agar o'zingiz farzandingizga ishonsangiz, mana ishonch, kuchli ishonch kerak bu yerda. Farzandingiz sizni подводить deydi-yu, sizni agar ishonchingizni oqlaydigan darajada bo'lsa, ishonsangiz farzandingizga va ichida kuchli ishtiyoq ko'ryapsizmi, nimaga yo'q? Ha, bemalol yuborsangiz bo'ladi, lekin boya aytganimdek, til bilsin, nima borligini o'rgansin, ko'rsin, qanaqa nima sharoitni o'rgansin-da, ozgina qo'lda puli bilan, mayli, faqat puli bilan kelgandan keyin ham aldanib qolmasin, hech kimga ehtiyot bo'lsin. Hamma o'ziga baribir nima qilsin, lekin shuncha odam kelyapti-ku, masalan. Shuncha qiz, bola, hamma kelyapti. Qiynalganlar bor, yo'q emas, Bor, lekin qiynalmaganlarda foiz ulardan yuqoriroq. Endi qiynalgan nima uchun qiynaladi? Til bilmagani uchun. Eng katta bilmay kelgani uchun, shunda tomon daraja tushganda kelib qolgani uchun. Kelsam bo'ldi, O'zbekistonga chiqib kelsam bo'ldi bo'laydi. Yo'q, uni emas. O'zbekistonda qolinglar, lekin o'rganinglar. Masalan, 6 oy oldin reja qilinglar. 6 oydan keyin ketaman deb 6 oy ichida masalan Koreyaga borishga tayyorlanish kerak-da odam. Endi bor shunaqalashda birdaniga kelib qoladi, o'rganib, moslashib ketadi. Bular juda ham pishiq inson bo'lishi kerak. Juda ham o'ziga. Yo, men o'zim umuman qo'shmayman. Nimaga? GPSlar bemalol kelaveringlar. GPSni mamnaqa qilib kutib olishadi. Meni katta mashinalarda kutib olib, o'zimni anaqam kesuksam bo'lgan, oldindan meni nomimga ular tekinga. Endi hammada ham emas, universitetga qarab tekinga yashaysiz. Men hozir unaqa emas-ku, lekin hozir nimaga yo'laman? Chunki men universitet kesuksamga, общежитиямga registratsiya qilish vaqtida o'tkazib yuborganman va men qaytib borishmagan. Ular paytini poylaydi, iloj bo'lsa chiqazib yuboradi. Shu narsani katta ahamiyatga berish kerak. Ko'chada ketib qolishi mumkin-da, aynan registratsiyaga kelayotganlar. Sababini boya kelayotganimizda birga gaplashdik. Aynan universitetga kirib kelgan u GKS emas, oddiy qiz universitetga kirib kelganda konsalting unga aytgan, borib kirib ketaverasan deganda, u borgan, yo'q, joylar yo'q. Endi bilmayman, nimagadir ular ham yordam bera olmagan. Qiz o'zi qiynalgan, o'sha boya hech kim yo'q bo'lganda qiz qaytib ketib yuborgan. Ko'p konsultatsiyalar bolalar orasida ham bo'ladi. Ko'p konsultatsiyalar aldaydi, ehtiyot bo'linglar. Juda ham ko'pchilik aldanib qoladi. Pullik juda ham ko'pchilik nech pul bo'lsa ham ketib olsam bo'ldi deydi-yu. Uni emas, puldan ham ko'ra muhim narsa o'zinglarning ichki tayyorlanishinglar va nimaligini o'zinglar tayyorlanishinglar. Konsaltingdan so'raydigan narsalar bor-da, o'quvchilarda kelayotganda so'raydigan narsalar, misol uchun, to'g'ri o'qishinglarda, yo'nalishinglarda, universitetlarda umidini so'rashinglar mumkin, so'raysizlar ham albatta va kontrollar so'raysizlar va yana nimani so'raysizlar? Nima desam bo'ladi yana? Nimani so'rashadi? Masalan, hamma har xil ishlashni so'raydi-da. Shu so'rayotgan savollaringlarning ichiga iltimos shu narsani so'ranglar. Iltimos qilinglar ulardan bilib berishdan, agar Koreyada sizlarda hech kiminglar yo'q bo'lsa, aynan o'sha hududda, universitetlarda atrofidagi yashash uylari narx-navolari necha pul bo'lyapti, aynan o'sha paytda siz ketadigan paytda so'rab olinglar-da, o'shanga pul olib kelinglar. Bemalol pojikom degan narsa bor, ya'ni depozit berib, uyga kirib bemalol yashaysizlar. Avvalo hamma konsaltingga insof bersin, chunki insofsizlar juda ham ko'p.
просто xalqdan pulini olib bo'ldi u yog'ini bilmaydi juda ham insof bersin aynan konsalting agar kelmoqchi bo'lsa через konsalting обязательно surishtirsin agar o'zi kelsa ham bo'ladi lekin ming qanaqa qilganda ham konsalting sizlarga shunchaki yo'l yo'riq ko'rsatadi sizlar baribir o'zinglar bu narsani o'rganib bilib kelishingiz kerak izlash kerak bo'ldi man konsaltingga pul berdim o'zi qilsin emas o'zinglar ham yashaydigan konsalting emas. o'shada konsalting yo'l yo'riq ko'rsatadi mana sizlarga mana bunaqa bo'ldi u yog'ini o'zinglar bilib kelinglar Bu yo'lda piyoda kelishinglar ham o'zinglardan, mashinaga chiqib olib bosib kelishinglar ham pulinglar bilan demoqchiman-da bu gap. Xo'sh, endi yana bitta qiziq savollarimizdan biri. Hozir nechta til bilasiz? 3,5 4tasi ham biladi. 3,5ta? Ya'ni ingliz tilini yarimta bilaman. Ingliz juda ham men xohlayman o'rganishni. Qaysi tillar? Ustoz bo'lsa iltimos menga yozinglar ingliz tili o'rganaman. Qaysi tillar? O'zbekcha, ruscha, karscha. ingliz tili ozgincha. Bu savollarimiz ichida qisqa, kerakli, qiziq bo'lgan savollar edi va keyingisi sizni sayohatlaringiz. Koreyaga kelganingizdan keyin nechta davlatga sayohat qildingiz va sizni o'sha Instagram tarmog'ingizga ko'rgan paytimda siz ota-onangizni ham olib chiqqan ekansiz sayohatga. Ularni qanday olib chiqdingiz? Va qaysi pulga olib chiqdingiz? O'zingiz pulingizga olib chiqdingizmi yoki ota-onangiz pul jo'natib qanaqadir nima bo'ldimi? O'shalar haqida qisqa lo'nda qilib cho'tki qilib gapirib bersangiz. Xo'p, sayohatga keladigan bo'lsak, bu juda ham zo'r imkoniyat. Koreyaga kelib обязательно sayohat qiling. Vizanglar bormi? Pul topasizlarmi? Iltimos, o'zinglarni o'ylab, juda qimmat turmaydi. 500 ming wonga ham qayergadir borsanglar bo'ladi-da sayohatga. Lekin shunaqa mazza qilasizlar, energiya olasizlar, dunyoqarashlar kengayadi. Juda ham zo'r sayohatga bitta ochilib olsa odam. Men hammaga aytaman, sayohat qilinglar, dunyoni ko'ringlar deyman. Va o'zim birinchi marta Filippinga borganman. Qizlar bilan 10 ta qiz zo'r bo'lgan mazza qilganmiz. O'sha Filippinga borganman. Undan keyin uyimdagilar bilan, uni lekin men anaqa sponsorligimman, akam sponsor bo'lganlar va Turkiyaga olib borib kelganlar, Turkiyaga. Undan keyin Malayziyaga bordim. Yana qayerga borganman? Bo'ldi shekin. Chejuga borganman, ya'ni Cheju Koreyaning ichida. Malayziyaga bordim va Malayziya haqida aytib o'tmoqchiman. Ota-onam bilan bordim. Juda ham bizda oilaviy sayohat qilishni yaxshi ko'rishadi. Ota-onamni akam juda ko'p aylantiradilar-da. Men havasim keladi, akamga havasim keladi. Akangiz nima ish qiladi? Aytmayman. Aytavering, pulni qaytarishyapti. Aytmayman, yo'q, ko'z tegadi. Lekin o'sha akam sayohat qildiradi ota-onamni va men bu narsaga havas qilaman. Nimaga? Ota-onamni akam sayohat qildirayotgan akangiz davlat ishida ishlamaydi? Yo'q, akam bu yerda emas, O'zbekistonda emas, ya'ni. Ha, chet eldanmi? Ha, chet elda ishlaydi. O'sha akamga havas qilgan holatda men ham uyimdagilarga o'sha akamdan kam bo'lmagan holatda xuddi o'zim o'g'il boladek his qilaman-da. Psixolog bilan gaplashganman, aytadi, "Unaqa qilma, sen o'g'il bola emassan, sen qiz bolasan" deydi. Lekin akam bilan anaqa qilgim keladi. Uyimdagilar даже buni bilmasa ham kerak. Соревноваться deydi, musobaqa qilgim keladi. Shuning uchun men ham niyat qilib olib borganman Malayziyaga. To'g'risi qars-qurs qilib, anchasini qars-qurs qilib, ozginasini yig'ib, uyimdagilar bilishmasa ham kerak uni, lekin qarzlardan hammasidan qutulganman, yaxshi Xudoga shukr. Bitta gap aytaymi shu yerda. Qarz qilib to'y qilgandan ko'ra qarz olib sayohatga borib, to'lab olgan yaxshi. To'ppa-to'g'ri. Sayohat. Zato bu emotsiyalarni men umrbod unutmayman. Ota-onamga bergan emotsiyalarimni umrbod unutmayman. Endi juda ozgina qiyin bo'lgan joyi, men oddiy hammasini o'zim rejalashtirganman. Hech qanaqa konsalting yoki nima firmalarga bormagan. Oddiy hamma narsani o'rganib chiqib o'zim rejalashtirib nima qilganman. Ozgina qiynalganmiz boshida. Va Langkawi bilan Kuala Lumpurga olib borganman, ikkita joyga. Malayziyani o'zida Kuala Lumpur oroli bor, unga alohida borsa bo'ladi, ikkita voy Kuala Lumpur debman. Shunga necha kun va necha pul ketgan? Bir haftaga olib borganman. Yo'q, pulini aytmay qo'yavering. Uyimdagilar bilib qolsa. Ularga aytmaganmisiz? Endi anaqa. Bo'pti, mayli. Taxminan necha pul atrofida? Taxminan emas, aniq summasi bor. Yo'q. Aniq summasi bor. Chunki mana 3 kishi, men aytaman sizlarga, 3 kishi umuman hech narsaga zoriqmagan holatda, mana shunaqa qilgan holatda bemalol aylanish 5 million won. 5 million won. Ha. 5 million won rostdan kichkina pul emas lekin. Rostdan, ya'ni men buni ichiga hamma biletlarni qo'shyapman. O'zbekistondan borib keldi bilet ham qimmatroqda. Ikkita insonga borib keldi bilet, o'zim bu yerdan Koreyadan ketish biletim va o'sha yerda otel, mehmonxonani ham uyimdagilarga nima tabi nozik, ularga обязательно yaxshi mehmonxona bo'lishi kerak. Shuning uchun qimmat bo'lishiga iloji yo'q bo'lgan, qimmat bo'lgan. Bo'lmasa men firmadan qilardim. Ko'pincha mehmonxonalar u yerda unchalik zo'r bo'lmagan. O'shaning uchun o'zim qilishga majbur bo'ldim.
lekin zo'r mazza bo'lgan. Это того stoит. Men maslahat beraman. Borishda ota-onani. Ota-onani aylantirish kerak. Ota-ona shuncha unaqa keldi, aylantirish kerak. Rahmat kattakon. O'zimga Olib ozgina boringlar. motivatsiya oldim. Olib boring. Meni ko'rib turgan ota-onamga shu yerga bir narsa aytmoqchiman-da. Vale, o'zim boshqacha his qilyapman-da, chunki bu yerda qizlar. Birinchisi Ya'ni ikkinchisi deyapsiz-ku, olib borgan ota-onasi. birinchisi Nargiza ham olib borgan ekanda, u ham birga ota-onasi bilan chiqib ketgan ekanda. Молодец. O'shaning uchun aytyapman, bu yerda ota-onam ko'rib turib, "Iye, Elmiro sen nima qilyapsan?" deb o'ylamanglar, duo qilinglar. Inshaalloh men ham sizlarni olib boray va olib boraman. Niyatim bor. Kutinglar, inshaalloh duo qilsanglar bo'ldi. Erishamiz hammasiga. Va mana shu yerda ko'rib turganlar, shu yergacha ko'rib turganlar hammasi kommentariyaga amin deb yozib qoldiringlar. Iloyim sizlar ham qiz bola bo'lasizmi, o'g'il bola bo'lasizmi? Kelajakda O'zbekistonda o'qiysizmi, Amerikada o'qiysizmi, qizig'i yo'q. Qayerda o'qishinglardan qat'iy nazar, oshinib chet davlatlarga ota-onalar bilan sayohat qilish nasib aylasin iloyim. Shu joyda Malayziyani tavsiya qilaman. Chunki Malayziya musulmon davlat, yeyishda ham muammo bo'lmaydi-da. Vietnam va Filippinni tavsiya qilmayman ota-onalar uchun. Filippin juda ham молодёжный, u yerda ko'proq aktivity qilasiz, ana dengiz ichiga nima. Endi balki ota-onalar aktivity qilish yaxshi ko'rsa mayli, lekin men uyimdagilar yoshi katta bo'lgan aktivity qildirib ko'rdim. Ularga yoqmadi. Shuning uchun aytyapman. Naqadan kelib chiqib, tajribadan kelib chiqib, ko'proq yaxshi aylanib, relaks joylarga olib borsanglar yaxshi. Bitta narsa qildik. Bu safargi intervyum shunaqa bo'ldiki, aynan bu qizdan boshlanib shu narsani biz xalqqa kerakli narsalarni birinchi savollarga qo'ydikda, u yog'ini keyingi savollarimizni o'zi haqida ko'proq gaplashishga o'tdik. Endi bu yog'iga deyarli faqat o'zi ketadi. Ya'ni Busa jamoasida ishlaganligingiz haqida eshitganman. Bu yerda Busa Women'da prezidenti bo'lgansiz deb eshitganman. Shu haqida qisqacha aytib o'tgansiz. Bu Busandagi O'zbek studentlar assotsiatsiyasi. U yerda faoliyat yuritganman, maza qilganman. Hamma o'zini o'sha yerda sinab ko'rishini maslahat beraman. Juda ham yaxshi ko'raman Busani. U yerda Busa Women prezidenti boshda unaqa bo'lmagan. Boshda oddiy intern bo'lganman, oddiy Busada faoliyat yuritgan qiz bo'lib, keyinchalik Busa Women prezidenti ham bo'lganman. Va o'sha yerdagi hozir breakfast nonushta loyihasini asoschisiman desa ham bo'ladi. Hozirgi Busadagilar hammaga omad, hammani yaxshi ko'raman va Busa meni bolachamdek, chunki men ozgina butun bor mehrimni, qismimni berganman va juda ham umid qilamanki, rivojlanib zo'r bo'lib ketsin. Shu Busaga qo'shilib ko'ringlar, maza qilasiz. Va tadbirga ham kelinglar, o'z ichiga ham ana faoliyat yuritib ko'ringlar, maza qilasizlar. Bu juda ham zo'r eksperiyens. Men o'zimni o'sha sohada ko'proq ko'raman-da, shunaqa tashkillashtirish ishlarida o'zimni energiya olaman o'sha yerda. Shu yerda men ham o'zimni bir ichimdagini aytmoqchiman-da. Koreyaga kelganimdan keyin men o'zi O'zbekistonda ham shunaqa inson edim. O'zi kasbim sartarosh bo'lganligi uchun o'zi men jamoa bilan ishlayman-da. Biz bitta xonada ko'pchilik ishlaymiz va ko'pchilik bilan muloqot qilaman va bundan maza qilaman. Lekin shunaqangi onlar bo'ladiki, bitta o'zim qolgim kelardi-da, mashinani bitta minut chiqib ketardim-da. Qaysi vaqt shunaqa qat'iy nazar chiqib ketib aylanib bitta o'zim yurardim va bu yerga kelganimdan keyin shu yolg'izlikni ko'proq yaxshi ko'rardim. O'rtada Busani ko'rdim. Birorta tadbirga qatnashmagan holatda uni Instagramdan kuzatib turib, ularda tashkilotchi sifatida qo'shilmoqchi bo'lib, o'zim ma'lumotlarni yubordim, suhbat bo'ldi, qo'shildim. Ana undan keyin qarabsizki, men yolg'iz yurishni yomon ko'rib qoldim. Yolg'izlikni yomon ko'rib qoldim. Qachon bir odam bo'lsa meni yonimda-da, birga gaplashib yursam. Shu narsa va meni kitobga kirishimga ham sabab Busa bo'ldi. Menda ham. Sababi Menda ham. men O'zbekistonda bir kun qilib bitta kitob o'qimaganman. Yoki bitta kitob hatto eshitmaganman oxirigacha. Butun boshli 9 soat kitobni deb eshitish u. Keyin mana Busaga kirmoqchi bo'lib, 3 ta kitobni o'qidim-da. Yo'q, Kirishdan oldin, chunki ularga suhbatda aytishim kerak edi. Bu kitobni o'qiganman men deyishim uchun, oxirgi kitobni mancha bo'ldi, tugatganimga deyishim uchun 3 ta kitobni boshladim. Endi kitob to'xtata olmayman. Eshitaveraman. Ishonasizmi? Men katta yordam berdi Busa menga. Umuman o'qimagan. Busaga kirganimdan keyin ham o'qimadim. Keyin qaysidir momentda menga mutolaadan podpiska sovg'a qilishdi. Busada qatnashgan faoliyatim uchun va o'sha yerda mazza mutolaa hammaga tavsiya qilaman. Mazza o'sha kitoblar har doim eshitaman, doim eshitishga harakat qilaman va Baraka Book mana bizning sponsorimiz, ulardan ham ko'p kitob olganmiz va o'sha yerdagi kitoblarni ham o'qiganman. Busa
bunaqasida Pusaga rahmat, judayam ko'p kitobga qiziqib ketdim va boshida bilasizmi, umrim davomida ikkita kitob o'qigan edim. Hozir уже bir 7 ta kitob tugatdim. Уже Pusaga qo'shilib, eshitib 7 ta kitob tugatdim desam bo'ladi. Keyinchalik yana ham ko'payishini Rahmat. so'rab Endi qolaman. bu uyat narsa-yu, zatda men uchun yaxshi достижение. O'qidim-ku deyman. Ha, o'qidim, boshladim-ku o'qishni. To'g'ri. Va hozirgacha qarang, shu yerda aytib o'tib ketaylik. Hozirgacha o'qigan kitoblaringiz ichidan ikkitasini maslahat bering. Shuni o'qish kerak yoshlar. Latte omilini eshitib ko'rdim. Eshitgansiz latte omilini? Hozir zo'r ketyapti, anaqa urfga kirdi latte omili degan. Xuddi molxonaga o'xshab. Moliyaviy o'zingizni anaqangiz, moliyaviy pulingizni anaqa jamg'arish bo'yicha kitob. O'sha yoqdi menga. Yengil o'qiladi, yengil eshitiladi va ko'p yaxshi narsalar olib olasiz. Moliyaviy tomondan moliyaviy tarafdan pul jamg'arish va masalan aynan hamma narsa olish uchun siz boy bo'lishi shart emas degan tushunchani beradi-da. Aynan boy bo'lishi shart emas. Tushunarli. Ikkinchisi hozir menga yoqayotgani hali unchalik ko'p kitob o'qimadim-ku-ya. Yo, to'xtang, men sizga boshqa kitobimni aytaman. Men birinchi O'zbekistonga borganda o'qigan kitobim bor. Bu Orzu qilib kutaman ertani degan kitob. Bu menga detektiv asarlar yoqadi, detektivlarni mazza qilaman. O'shanga o'xshagan. Bu ham mashinnik qiz haqida, qanaqa qilib qanaqa ishlar, avantyuralar olib borib, odamni anaqa qilish haqida. Rahmat. Mayli, gapiring, davom etavering. Mashinnik qiz haqidagi kitob, lekin u yerda bu narsa emas-da, boshqa o'rganadigan narsalaringiz ko'p. Katta kitob, lekin juda ham qiziqarli. Orzu qilib kutaman ertani o'sha. Ikkinchisi hozir o'qiyapman, menga Durdona o'rtog'im sovg'a qildi. Iroda, kuchli iroda degan kitob. O'sha haqida. Shu. Latte omili ham, lekin bular 3 ta. Xo'sh, endi savol nimaga keldi? Siz Koreyadagi studentlarga bitta maslahat berasiz, umumiy studentlarga va Koreyaga kelmoqchi bo'lgan studentlarga bittadan savol deyman, kechirasiz, maslahatingiz. Men hozir 4-kurs bo'lib turib, birinchi kursimdan qilmagan narsalarimga afsuslanaman. Masalan, ko'p shunaqa holat bo'lgan, mayli, hammasi taqdirdan avvalo. Afsuslanadigan narsam shundaki, boshidan ko'p narsalarni o'qib o'rganmaganim. Hozir balki ba'zi Koreyaga kelgan talabalar pishiqroqdir, lekin обязательно, masalan, koreys tili bilan keldingiz, ingliz tilini o'rganing. Ingliz tili bilan keldingiz, koreys tilini обязательно o'rganing. Parallelni o'qish bilan birgalikda. Va yana ko'proq anaqalarga qo'shilish kerak. Mana ko'p Koreyada juda ham ko'p volontyorskiy ishlar bor. Masalan, har xil kempinglar bor, olib boradi o'quvchilarni. Shu narsalarga top qo'shilishni maslahat beraman. O'sha ham dokument bo'yicha bu zo'r narsa. Dokumentga masalan volontyorlik qilganingiz haqida yaxshi narsa, keyinchalik F5 viza olish uchun. Va talabalarga hech qanaqangi qonuniyatni buzmaslikni maslahat beraman обязательно. Chunki kelajaginglarni o'ylanglar va hech qanaqa qonunlarni buzmasdan naboratiga bu yerda iloji boricha kelajaginglar uchun ana bo'ladi-yu, razgrebать deydi-yu, mamnaqasiga o'ziga yig'ib oladi-yu, iloji boricha kelajak uchun ko'p imkoniyatlar ko'p-da bu yerda. O'sha hammasini yig'ib olinglar o'zingizlarga. Masalan, tilmi nechtadir til, nima iloji bo'lsa qo'lingizda nima kelsa, bu yerda sport bilan shug'ullanasizlarmi, suzishga borasizlarmi, aktiv hayot olib borasizlarmi yoki o'sha har taraflama o'zini ochishni va o'zi kelajagi uchun ko'p imkoniyatlar qilishini maslahat beraman. Studentlarga kelishga, keladigan tilni, madaniyatni, keladigan studentlarga обязательно Koreya bo'lsa Koreya tili, boshqa joy bo'lsa boshqa joy o'sha o'zini davlatning tilini va aynan Koreyaga keladigan bo'lsa madaniyatini bilib, ichidan ruhiy tayyorgarlik. Chunki boshida 1 yil qiyin o'tadi baribir. Men xohlasa xohlamasa yolg'izlik, pulsizlik, uysizlik, stress bo'lishi mumkin. O'rganam adaptatsiya jarayoni bu qiyin kechadi. 1 yil, kimdir 2 yil adaptatsiya bo'ladi, lekin keyinchalik yaxshi o'rganib, hattoki O'zbekistonga borgandan keyin o'zi meni uyim qayer deb qolasizlar-da. O'zbekistonga borsanglar Koreyani sog'inasizlar, Koreyaga borsanglar O'zbekiston sog'inasizlar. Shunaqa bo'ladi. Rahmat Ertakon. Bugun juda ham ko'p narsa oldik desam ham bo'ladi. Shaxsan o'zim oldim. Menga ko'p manfaatli bo'ldi. Ayniqsa oziq-ovqatlar bo'yicha, to'g'ri ovqatlanish bo'yicha. Bu tema katta tema. O'zimga yozishsa men ko'proq aytib beraman. Kelinglar, bir nima qilaylik-da. Siz boya 3 ta odamga berdingiz-ku. Keling, yana 3 ta odamga biror nima bering. 6 Nima bera olasiz? 6 ta bo'lsa, yana 3 ta odam. Mayli. Qarang. Ular kommentariyaga yozishsin. Ular ham
bomba qilishsin, videoda kerak bo'lsa Instagramga qo'yib, Ha. aktiv bo'lib bersin, zo'r bo'lishsinda biz ularni tanlab olaylik. Xo'p, kommentariyada eng aktiv odamni nima bera olasiz? Birinchi bor kommentatorlarga aytmoqchiman, iltimos saviyali komment yozinglar, har xil bo'lar bo'lmas, o'zinglarni tarbiyalarni ko'rsatishlar shart emas, chunki o'qidik o'sha, tarbiyalarni ko'rib bo'ldik o'sha. Undan ortiq ko'rish xohlamaymiz. Shuning uchun birinchi o'rinda agar yomon so'kish yozmoqchi bo'lsanglar, uni prosta aytmasanglar ham bo'ladi, eshitmasak ham bo'ladi. Yasha olamiz undan keyin ham. Anaqa keladigan bo'lsak, kommentatorlardan men keyin 3tasini men tanlay, 3tasini siz tanlang. Shunaqa qilib 6 ta odamga 2 ta odamga menyu tuzib beraman, 2 ta odamga topik bo'yicha maslahat beraman, 2 ta odamga GKS bo'yicha maslahat beraman. Lekin GKS bo'yicha maslahat va topik bo'yicha maslahat keladigan bo'lsak, men boshidan oxirigacha GKS yutishiga anaqa qilib tura olmayman. O'zim ham Garantiya bera olmayman. garantiya ham bermayman va boshdan oxirigacha ularni o'qituvchisi ham bo'lib qolmayman, lekin Yo'lini ko'rsataman. yo'lini ko'rsataman. Mana bunaqa qilsangiz yaxshi bo'ladi degan ma'noda maslahatlar beraman. Va GKS ga iloji boricha aynan siz tilni bilasiz, unga topshirishga tayyorsiz. Shunaqalar yozsa, menimcha Shunchaki yozsa ham bo'ladi. Menga masalan savollar bo'lsa, o'zim lichkamga yozsa ham bo'ladi, lekin iltimos, GKS nima? Nutritsologiya nima? Topik nima? Unaqa savollar bermanglar, lekin mana konkretniy savol bo'lsa, javob beraman. Chunki bo'ladi. shu yo'lda ketayotgandim o'zi. Ha, yo'q. Ha, yo'q, demoqchiman, shu yo'lda ketayotgandim. Ha. Shu siz aytgan narsa yana ham yaxshiroq bo'lar ekan. Misol uchun Koreyaga men Shunaqa. tayyor ingliz tilim bor yoki koreys tilim bordi, o'qishga topshirmoqchi edim. Yoki 2 yildan keyin topshirishga tayyorgarlik ko'ryapman Ha, hozir. ha. Shu GKS ga harakat qilmoqchiman endi. Ha, ha. Endi kontrakt asosida GKS ga bormoqchiman Ha, ha. deganlar, savolni yozinglar. Lekin GKS ga bormoqchiman. GKS ko'pchilik biladi, grant deganida, Ha, bitta ha. olib qaraganda, Ha. grantni biladi. Kattakon rahmat, shu yergacha Rahmat qolganlarga ham sizga. manfaatli bo'ldi deb umid qilaman. Va boya aytganimdek, sizlardan bitta iltimos. Men ko'proq shunaqa videolar, manfaatli videolar olib chiqishligim uchun va hamda kerakli insonlarni topishligim uchun menga o'zingizlarni shu insonni olib chiqing, shu inson YouTube'ga, ya'ni bizga ko'zgu sifatida qolgan insonlarga manfaatli bo'la oladi gaplari deb turib, o'sha insonlarni ham отметка qilib qo'ysanglar, biz topamiz iloji boricha va ularni olib chiqaman. Kommentariya yuborishlarni ko'proq qilinglar va like bosinglar. Biz ya'ni men bundan ko'rib motivatsiya olay va bu ishimni ko'proq va uzoqroq davom etay. Va shuning bilan bizni Baraka Book onlayn magazinidan bizga homiylik qiladi. Sizga sovg'a kitobimiz bor. Rahmat kattaman. Baraka Book. Baraka Book eng zo'ri, agar Koreyada bo'lsangiz va sizga qanaqadir kitoblar kerak bo'ladigan bo'lsa, istalgan kitoblarni eshigingizni tagigacha bemalol olib kelib berishadi. Profilini qoldiraman, kirib Instagram orqali bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.